Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmələr. Yeni bir qatımlıq uçuq söhbət proqramımızı görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Qadirli görülmələrimiz, həmələğə məlum bolğandak yıllardan buyan davam qılıb atqan millətimiz içindəki xilma-xil sahələdəki kişilərimizi təklif qılıb, hər xil mövzularda söhbət qılıb kilib atqan proqramımızın yeni bir sanında sizlər bilən yüz görüşüb oturubduq. Elanımızda bəgəndək bugün inşallah Buğraxan markasıdan Marco Polo'gacha G'ayratjon Ro'zining 30 yillik mücadelesi temasida söhbət qilamiz. Bugungi aziz qimmatli mehmonimiz Amerikadan qatnashyapti. Mana bu yosh korxonachi G'ayratjon Ro'zi apandimni taklif qildik programmamizga. Qimmatli vaqtini chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligi uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz oldi bilan. Sizga ko'p rahmat. Rahmat. Qadirli görülmələrimiz, programımız YouTube və Facebook kanallarımız arqalıq Naq Meydandan tarqıtılıvatıdır. Ekran aldı çıxıb duruyatqan nömrümüz şundaqla ictimai fikir vasitəsidəki əlaqə vasitələrimiz arqalıq programımızға əlaqədar hər qandaq fikir təklif bolsa, verilişənlərdən suallarınlar bolsa, soruşlardan ümid qılımız. Şundaqla köpləyən qayındaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşunu, həm unutmayısınlar. Əlbəttə, qadirlik görülmələrimiz bugünkü temimizni orunlaşdırışımızdaki səbəb. Biz yıllardan bu yan istiqlalda söhbət qılıb kelyapmiz. Pat-pat istiqlal ekranında şu dünyanın hər qaysı yerlərindəki milletimizin içindəki bəzilərinin tırnaq içində müşünki vala zulüm tatib atqan bir millət bulup sübtimiz bilən vətəndəki şu zulüm, Xitayının təcavüzçılığı, Xitayının insan təsəvvürü qığısız cinayətləri buluvatqan bir şəraitdə şu milletinin ələmlərini közge ilmağan şəkildə muhacirət hayatıda birisi can baxış davası bilən hər xil bahane ama hiçbirisi çoyluğa oltamaydıgan bahanelerini köztüb Xitay bilən muamil qıldığan, Xitayğa xoşamət qıldığan, Xitaydan ayrılanmaydıgan, Xitayның mallarını əgilib vətəndən dəb satıdığan numussuzlar ki bu işlərini İstiqlal ekranında köp qetim huzuruna sunduk. Alimlerimiz sözlüdü, cemaat erbabımız sözlüdü. Degендek nurgun əməliyyatlı muhaciretki köplügen halkımız bundaq məsələ oturuq quyulğan vaxtıda hər daim bunun qatlıq ayıplaydıqanlığını inkaslardan körüb alalıyız. Az sandiki daşqallardan başqası onu qollaydıqan insan yok. Şunun üçün biz davamlı halette, xuddi bu muhacirette bu Xitayğa beqinmay turubmu, müstaqil halette igilik tikligiyle bulduğanlığı, bunda bir niyet bolsa, onun yolu eçildiğanlığının yaxşı örnekleri, misal üstüdür bir gün G'ayratjon Ro'zi apandimni bütün siyasi hayatı bolsun, vətəndən içideki hayatı, Xitayның qandaq tosqunluqqa uçurğanlığı, vətəndən qandaq çıxanlığı, bugün Amerikadaki yerdə ən güclük şəkildə yana Xitayğa yalvarmasdan, Xitayğa xoşamət qılmasdan güclük şəkildə özününki igilikini tikləb nurgun insanlara payda yetkizib atqanlığını yaxşı bir örnek sübüdü sunuş, özününki ağzıdan bu cəryanlarını anlaş üçün huzurlarda oturubduq. Tekrar rahmet eytimən G'ayratjon apandim. Aldı bilən sizdən şu tunub ösək, tuncu qıtım istiqlal ekranında mehmanımız olub durubsuz bilən. Şu aldı bilən sizni özünüzü bir qısqıç tunuşturursanız və şu bizim temimizə Buğraxan markasıdan dedik. Şu vətəndə özünüzü tunuşturuş bilən birgə 96-cı ili Uyğurlaşıda tuncu bulup qurğan şu kiyim-keçək karxananız Buğraxan kiyim-keçək pay şirketinin quruluşunu mu bıraxlam sözlü etsiniz vətəndən içindeki məsələni. Mərhəmət. Buldu. Əmsi aldı bilən mən şu İstiqlal Tor televiziyasındaki barlıq xizmətçiləmələrinin yıllardan beri şununçilək üzanlarının ki fidakarlıq bilən qıvatqan şu xizmətlərinlərə çin köngülümdə rəhmət etmən üzanın ətrafındaki Uyğurlarla bidən. Çünkü bu
Uyg'urlarniki hozirgi dunyodagi hamda nihoyatda kuchli Uyg'urlarning diqqatini qo'zg'ayotgan bir media bo'lib qoldi. Uni hozir o'zimning so'zimni kelsam, bu Bug'roxon kiyim shirkati albatta vatandagi shu 96-yillik shu vatanning vaziyatiga qarab turib o'tirg'i chiqargan bir ideya hamda buchu. Chunki 96-yillari Uyg'urlarning g'ururi nihoyatda kuchlanib, 83-yili Xitoy ishni ichayotgan bo'lsa, bir turli ham ziyolilar yetishib chiqib, bizmi shu ziyolilar oilasida yetishgan endi. Mening uyim Abdumalik yoshlar nashriyatininki qo'rosida cho'ng bo'lgandami. Shu Uyg'urlar tarixi, G'ullar kitob shu bizning dadam ishlaydigan idoradan chiqqan. Dadam rahmatli ko'p ketdi. Dadamning ismi Ro'z tutdi. Anamning ismi Aysham Kerim. Men Urumchi tug'ilgan bilan mening tigim Xotan Keriyadinchu. Bizning tigimizni surish chiqsa, salvalar deb, salva telpaklar deb qo'ydi ekan. Said Arabistondami shu salva telpaklarning avlodlari bor deb qondim. Tuqqada anam jiq deydigan berib tuqqanlar bilan ko'rishib qisimiz edi. Ma'lum sabablar yerlarga boramadik. Demakchi bo'lganimiz tigimiz nihoyatda chin milliy iroda, millatchilik bilan cho'ng bo'lg'achqa oilamizning tarbiyasi bilan. Xo'sh. Shu 96-yillik shu vaziyat bir hisobda nurg'un ziyolilarimiz yetishib chiqib Uyg'urlarning kelajagi uchun bir ishlarda masalan intilayotgan bo'lsa, yana bir jihatdan bulg'uni shun bo'lganda 83-yilda ishni ichayotgan bo'lsa, bir 10 necha yillik taraqqiyotda Xo'sh. kiyim bo'lsin kiydigan o'xshaydi deb Uyg'urlar andan keyin shu bilibmi qizlar qisqa yo'q kiydigan. Nihoyatda chakana. Shu vaqtlarda esingizda bo'lsa, balkim nihoyat qisqalikqa maydalar o'chiq bir-birini kiydigan bo'lib ketgan. Unda bo'lgandan keyin endi shu vaqtda biz ham qanday qilib hem Uyg'urlarning madaniyatini saqlab qoldigan, hem kelajakda bir o'zimiz marka bo'lib, bir tonildigan, hem o'lmaydigan bir shirkat qursak deb shu vaqtlarda Guangzhouda ko'p turgan, Guangzhoudan Xitoyning iqtisodiy markazi bo'lg'achqa shu kiyim-kechak sohasida nurg'un shu taraqqiyot shu bo'ldi-da. Shu Foshan deydi, Santo deydi, Guangzhouda chiqib turib izlanib ham o'zim o'sha tijoratlar bilan shug'ullanib, nurg'un tajribalarni yakunlab, andan keyin Urumchiga hamda u vaqtlarda ko'plagan yoshlarmi shu xroyin chekib, uni buni qilib, puldor bolalar jiqlari o'lib ketgan vaqtlar-chu, mening yaqin bir obinim o'lib ketgan. Andan buni men ko'zda tutib, bu millatni quldimsak bo'lmaydi ekan deb, o'zim andan keyin topgan pullarimni nima qilaman degan o'y bilan endi o'zim yaxshi bir loyilab, endi oxiri bir kiyim-kechak zavod qurib boqay. Endi o'sha Xitoyning markalarini haq oladi ekan, bu Uyg'urlar chiroyli bir yarashimli kiyim tiksak cho'qim oladi-ku. Hem o'zimizni taraqqiy qildiramiz, ham millatni deb andan shu Abdumraylik kiyim, loyilash kiyim-kechak shirkatining bir Abdursuzun deb bir ustoz bo'lgan. O siyosiy kengashning hay'ati edi, Uyg'urlar Abdumraylik. Xo'sh. Shu odamni ustoz tutib, andan keyin shu tarixdagi shu Uyg'urlarning naqshlarini, shu adlas, bu o'xshamagan tipdagi shu Uyg'urlarning qo'l hunar san'atini tatib chiqarib, u odamni jiq arxiv bor ekan. Ana hozirgi uslubda, zamoniy uslubda buni ishlab chiqarib, yangi rang kirgizib, jonlantirib, buni shu Uyg'urlarga bir xos keladigan ham zamoniy va ham an'anaviy ikkisini birlashtirgan asosda bir ish qila olamiz deb 96-yili masalan men bu ishni boshlagan bo'lsam, 10 oy ichida shu Abdumraylik ikki qurultay, bir qurultay, bir siyosiy kengash yig'ini. Hem siyosiy kengash yig'inida ham qurultayda shu Abdumraylikning rahbarlarining ba'ziligi millatparvar, vatanparvar odamlar bor-ku. Shularning himoyasida Uyg'urlarning o'ziga an'anaviy kiyimlari bor deb, ashada ko'rgazma qilishga muyassar bo'ldim-da. Jiq boshqalar qo'lladi. Xo'sh. Oddiysi shu davlatdan, Xitoy davlatidan shu Uyg'ur Abdumraylikning keyinda qolgan korxonalarga yordam beradigan shu İsmail Ahmed 1 million pul tasdiqlab bergan Beijingdan. Shu pul
Abdurrahmanlık Yenik Sanat İdaresi kelgende şu taktı diken o pulni. 20 milyon taktı diken, aş 20 milyondan 1 milyon pulni şu bizning Uyghur karxana Xitoy berishga ko'z qiymadi da. Shu bir Abdurrahman degan bilan keyin bu ish kirgan sir bu ishning tigini tushundik-ku. Xo'sh. Shu Xitoydan bergan shu 20 milyon pulni shu Abdurrahmanlık şu Yenik Sanat İdaresi kelgandan keyin bu pulni jib etadi ekan, bo'lib o'tadi ekan. Ya Bintönning karxanalari, ya u bu qilib bir ishga Uyg'urni qo'chaq qilib qo'yib Xo'sh. endi shu pulni yeb tugatadi ekanda. Demakchi bo'lganim endi shu jarayondagi endi shu o'zim kuchim tayanib qildim-ku. Endi hukumatdami meni qo'llay deganlarningmi endi atoqli ismi bor, ammo qo'ldan bizga bir yordam bermadi. Ammo butun kuchim bilan shu G'o'ljining bo'libmi isl boylari pul ketadi bu ishga. Yaponiyadan uskuna kirdim. Bütün G'o'ljining boylari shu 20 mingdan 30 mingdan men shirkatda bo'lmasammi kelib men g'ayrat cho'ngish qo'yibdi buningga bir yordam qildi deb aşağıda singlimningki nim bo'lgandan buxgalter. Singlimga tashlab qo'yib nim qilgan nurg'un hikoyalar bor. Uyg'urlarning shu qadar o'sha bir Xo'sh. xuddi bir beliq suvga ehtiyoji bordagidek bir-birini qo'llash bir vaziyat yaxshida o zamonlarda. Endi gapning qisqasi endi shu kiyim kechaklarni endi ishlab chiqarishdan toki shu qurultayninki siyosiy yig'inining ko'rgazma kirgizish shu davol bosqichda ba'zi qiyinchiliklarmi bo'ldi hamda nurg'un utuqlarmi bo'ldi. Hattoki shu Bug'roxon deb o'sha vaqtlarda endi bu meningki oltin ranglik tugmalarga o'xshash endi shu ustiga ne harfni Bug'roxon deb ustiga chekit qo'yib ashini bir ayıltuzluk qilib shaklda ifodalaganda biz. 5-6 turli tugman bor. Ya, ayıltuz. Ne harfini bunday chiroyli qilib. Endi buni Xitoy bilmaydi. Shu qurultayning yig'inida bunday kelib bir Uyg'ur endi. Mencha shu quloqmikin dedim Xitoyning quloqi. Bu ajab bu ayıltuz o'xshaydi ekan bu. Bu shu burunqa shu Sharq Turkiston G'o'ljida qurilgan shu jumuriyatning nimasiga o'xshaydi ekan bu deb ashlanadi. Shu men ham yerda albatta o'zimni o'tib turishni nima qilman yerda gap deyilmaydi. Birisi men chekvatamni sinotam deb men xapman men buni tushunmadim. Ham bu tugma yumaloq bo'lgandan keyin buni ham o'ztaqa shaklda bunday ilingan narsa men uni ortig'ini men sizga birim demayman shunaq layligan buni deb javob berdim. Demak aşağıdaki birinci menelik endişik sağan işlerden başlanğanda hamda çünkü ularning ichida nurg'un ko'ni askarlar borkan o'zimizning ajburun jumuriyatli qurilish urushidagi nurg'un askarlar bazanlar ko'rib ko'zlarga yosh olgan bo'ldi. Ekranda ko'ringizdagidek mush Abdurrahman butun rahbarlarning hammasi bor, hammasi ko'rdi. Shu san'atchilardan Pasha Aysam shu hammasi imzo qo'ydi zaten. Shu men dedim abi bu xalqning ehtiyoji yo'q ekanda bu Uyg'ur Abdurrahman degan bir ism bo'lgandan keyin aşağıdaki rahbarlarmi hech bo'lmaganda azroq bo'lsin qo'limizning kasbi Uyg'urning ishini qo'ltiqib qo'yili deb shu basbasda bir Xitoyga qarab qo'ymadik. 60 Vanlocha degan Xitoymi yenimizda o'tib ketdi. Ya biz berib qo'shamat qilib mana bir imzo qo'yib turing demidik. Bintang Siling bu degan yerdan chiqib Abdurrahmanning muavin rais bo'lgan bu Wang Yusan degan bir Xitoy o'zi qilinlik qilib yenimizni kibilib voy bu milliy korxona ekan men bir imzo qo'yib beray deb kelib birimlarni qilgandan keyin ham biz amal yo'q qalam qog'oz tutib berdik, yezib qilib berdik. Qolgan hamda %99% Uyg'ur kadrlarda. Demakchi o'g'lim hamda shu ko'rinish shu hamda butun hamda bir o'zingiz bilasiz men 23 yosh vaqtim bor. 23 yoshga kelgan bir odam tarixdagi bir sultonning ismini Sulton Bug'roxon. Shu vaqtda Sayfiddin Aziz 1 million pul xarjlab ashning qabrisini yasagan. Şu arlıqda Sayfiddin Aziz hamda biz bir hisobda o odamni xoin deymiz. Amaliyotda biz shu vaqtdan foydalangan bu odamdan, albatta satqan deymiz hamda Ahmadjon Qosim Arplanda suiqasd qilgandan keyin ashta qo'shaq lozim-ku. Xitoy foydalangan bu odamdan, ammo oxirgi davri oltin qapaz emasmi deb yozgan she'rlar orqali nurg'un Uyg'urlarning yesdoshligini ilish uchun bu odamni xuddi men Bug'roxonni qursam ma'lum boshliqlar orqali men bilan Beijingda bir ko'rishsin degan Beijingda bir ko'rishganman. Bu Van Shulu 15 nomerlik qoro shu Sayfiddin apandimning turdigan uyi ekan. Van Shulu deydi Xitoycha 15 nomerlik qoro. Berib hattoki oyimiz Aziz hadimiz shu
Xitoylarni shu Xitoylarning shu 49-yili 51-yili masalan Sharq Ruslan Cumhuriyeti amaldan qoldirilib ekan. Xitoyning shu xalq gazetida hattokin Ozodlik gazeti bilan Xalq gazetida Sharq Turkiston Cumhuriyeti amaldan qoldirib o'tildi deb bu shirkat bo'lmasa deb shu Sayfullinning ayolining degan gapi bor. Mana shu gaplarni qilib bergan shaxsiy paranglarda hamda. Ular yana shu Cumhuriyetdan nima qilganiga shu ayoli erga qaraganda ochiq gap qila oladi ekan-ku. Wang Jin degan Xitoyning bundan manqaqqan shu masalan Xitoyning askarlari cho'xaylar puti chiqib qolgan bizning milliy armiya degan butun o'taklar putida par paqirab turgan deydi. Shu Urumchininki shu Beymin degan yerda ko'rishgan vaqtida bizning armiya degan shu shundoq shu yani titirtib oyoqning chami bilan urib kelgan bo'lsa Xitoyninki askari kelgan vaqtidami bir ovoz sesmi chiqmagan debdi. Ashta o'zini tushuntirib ya aqladimi ish qilib mening ko'nglimni ilish uchun demakchi o'g'lim shu Bug'raxon degan shu ismga marka qilganimga ashlam shunaq havas qilgan demakchi endi. Ya'ni Xitoyninki G'ayratjon. Shu Xitoyninki sizning bu ishlaringizga boshda butun amaldorlar, Uyg'ur amaldorlar shunda qo'llab qilib andiki shu boy qilishdan keyin andiki bu at ustidagi bir filmdimi baki masalan shu Bug'raxonninki bir e'lon ishlangandan keyin butunlay Xitoyninki tarafdan cheklimiga uchirganligini men bildim ham. Shu jarayonni keyin qanday taqilib ketdi qisqa chunki 5 savollarim bor. Program tugmay qolmasin yana. Bo'ldi. Bo'ldi. Men shu bo'ldi. Men endi o'zingiz bilasiz bir milliy hissiyat bilan milliy madaniyatim nuqta asos bir ish qilgandan keyin albatta buning bir yarashimliq bir reklam bo'lish kerak-ku. Xo'sh. Endi bu vaqtlarda bizning vatanning bu endi nima deymiz bundaq bir ekranga chiqdik bu atlarım yo'q ekan endi. Abdumralik Serik Ömekninki Turkmanistondan 2 tal at nima o'yin qo'ydigan 2 tal at balki yomon chiroyli. Onu anlab men shu ma'lumamda do'stlarimning kuchi bilan shu atdan birini biz azroq pul berib o'g'liqcha ochiqdiq desak bo'ladi hamda shu oqish bilan hamda. Açıkıp endi shu Turpanninki issiq vaqtlarda bunda dengizdek bir shovqin ko'rinadigan bir ko'rinish bor, haybatlik. Aşağıda Sultan Bug'raxonning shu otliq qalqonliq shu qilish bilan burut degan shundoq tushgan shunaqa haybatlik bir nimasini ekranga keltirib shu Bug'raxon kiyim shirkati sizning tashqi go'zalligingizni go'zallik belgisi Bug'raxon ro'yi siz bilan bizni biriktirib mangu unutilmas maqsadlarga yetkazgusi deb at bir qiqiraydi, oldi putni ko'tardi. Bug'raxon deblar mundoq yonda qaraydi, nihoyat haybatlik. Bu ko'rinish hamda at qisqilan bu bir uzun reklama emas bu. Endi bu mezgil endi buni qo'yib bir 3-4 kundan keyin shu G'o'ljidagi voqeasi endi 97-yil kelimizga endi bir yilda taraf qilib shu G'o'lji voqeasiga to'g'ri kelib qoldi-da. Endi G'o'lji voqeasini qisqacha tushuntirsak, shu G'o'lji voqeasidan ba'zi bir to'y to'kin bu shu tashqi bulg'unish bu bo'g'ashqa shu Atlasda tunji to'y ko'ynaklarini biz chiqargan. Shu bitir Atlasni to'xtatgan men Xotanda. Hattoki sifatni yaxshi to'qiy olmay, hattoki Xitoyning Sujugu berib, milliy nima bo'yicha Sujugu degan markaz kam bu Bijbekning. Sujugu bilan Vushig'i berib, men 3000 metr Atlas to'xtatib kelganlar. Shunda chiroyli qandi. Unda bo'lgandan keyin shu G'o'ljiga bergandan keyin endi bu to'ylarda aroq ichmay, shundoq milliy kiyim bilan bo'lib ketgandan keyin bu Xitoylarni shoshib ketdimi? Endi G'o'lji voqea chiqqandan keyin bir yerda birdan tashlangandek yerdagi ziyolilarni bir-birlab qirqishga boshladi-da endi u Urumchiga kelgandan keyin u shamol. Andan shu meningki reklamamni ham Abdumralik televizion stansiyasi iqtisodiy gazetida bu nimalardan bizning reklam bo'lgandan keyin Odil Ushur Abdushukurlar bizga reklam qilib qilgandan keyin bu G'o'ljidimi ular ko'chirib taqtib ekanda buni. Shu orliqdilar Mushu bizning nimani ko'chirib taqatgan bir qizni endi tutib ketdi deb oldim-chu, birisini xabar nim qildi. Ham sizning bu reklamangiz sababchi bo'lganda qildi, siz ham yuqoridagilarni to'nigandan keyin bir telefon qilib qutulib qo'ysangiz deb. Sonra men endi bu vaziyatdan kimga nim qilman deb endi shu orliqda
İsmail Ahmet'e telefon kılıp, işte bir kız varken ismi Palani Pukuni, hem de desem bulmaydı ismini. Muştaq tutup ketipti. Desem bu Buğraxan degende bu Seyfin'in özü imza koyup, men imza koyup, Abdumraylık 20 alaydı mahsulotlar ishlab chiqish doirasiga kirgizib, Xitoy davlatining mahsulotlar ishlab chiqish korxonasi kirgizgan bir korxona bo'lsa bu. Davlat siyosat bergan korxona bo'lsa, nima uchun sizni bunday qiladi? Men telefon qilib, hozir unday qilaman dedi. Amaliyotda uning keyindan endi shu parani qilishib, 2-3 oyning ichida men endi chiqib qoldim-da. O'zimning beshim kelganda bu odamlarga deydigan fursatim bo'lmadi. Og'izmidi-da men endi. Keyin keldi. Uni men hozir desam, sizning programma vaqtingiz o'tib ketadi. Shuning gapning qisqasi, bularningki ham biz qo'choq, qo'ldan hech nima kelmaydi. Hissiyati bor, chiroy Uyg'ur amaliyotga qarsangiz, bir nima deymiz endi. Bir qo'choq qanday, qo'choq amaldor deymiz. Shuningga qisqartib bo'ladi. Shu vaziyat endi meni shu chet elga chiqishga, yo bo'lmasa Buğraxanki vayron bo'lishga sabab bo'lgan shu vaziyat endi. Tushundim. Har xil albatta sizning haqingizda ishlangan filmda deb turgandim shu. Nurg'un shu putlikashon chiqarib oxir sizni pasportni topshir degan vaqtida jutirvatim deb chet elga qochib turgandim shu chetga chiqib. Ammo bu yerda g'ulji masalasini tilga olgan vaqtida shu g'uljining gapi qirg'inchiligi. Keyin bu nurg'un putlikashon chiqdi. Ammo bu yerda qirg'inchilikda yetim qolgan 20 ga yaqin bolani beqib olib o'qitish jarayoni so'zlanibdi sizga. Buning jarayoni bu kimlarning bolalari demasa? Endi bu meni onam endi burun tartib bir yetim bolalar beqilish bir o'ylar batida endi shu vaqtdan Urumchida sarganda bolalarning ko'pligini endi onam deydigan endi azroq o'g'lim pul topgandan keyin menda bir ishim cho'ngib qolganda bir ishlarni qilay deydigan bir orzusi bor o'xshaydi ekan. Endi orliqda endi bu onam yozuvchi bo'lgandan keyin onamning jamiyatdagi bu nurg'un tuvan qatlamlarda tanishlari jiqda. Xo'sh. Endi orliqda bu g'ulji voqeasi bo'lgandan keyin endi g'ulji voqeasida Qozoqlarmi qatnashib bu voqeaga. Bir tuqqan Qozoqdan 2 qarang. Bir ochsini bir qo'saqda, yana bir Qozoqning bolasi uni bir qo'saq. Andan keyin Urumchidan oyoqlar yetim bolalarning xabarlari bo'lgandan keyin shunlar buni endi alayda kinishki bo'lmasa baqilolmaydi ekan deb, shu Abdumrayillar qiliq Mingting deb qo'ydi ekan. Uni endi shu ismi shunday bo'lgandan keyin endi nima nozirligi deganda, xalq nozirligi demdi. Aşağıdan şu tutunuşlar orqali şu xatni appadim. Appagandan keyin şu opam asosiyatni şu yaxshi mendaq bir har soat ish qilaman deb opamninki endi mening qo'lishim bilan opamning qilgan xizmati bu. Ammo u ishida endi shu o'zining kelgan bir 5-6 bola bor. Ota-onasi shu ya qirilib ketgan. Qolgani shu Urumchidagi janubdan oyoq-moyoqdan nima qilgan. Qozoq bolalarmi bor? Demek ki 20 bala endi shu hammasi g'ulji voqeasidagi emas, ammo g'uljidan kelgan bir 5-6 bola batida. Ana opam ashlarga shu Abdurim O'tkirning izlagan she'rlarini o'qitib, o'zi sinib qurib, o balalarning yosh nimasi o'xshamagandan keyin yeshi qarab turib 1-sinfning cho'ngroq bo'l 2-sinfning qilib atak 5-sinfning darsini opam o'zi o'tgan esimni qilishicha. Chunki uzun yil o'tib ketdi emasmi? Opam rahmatli bo'lib ketdi. Yat qayri jannat bo'lsin. Amin. Shu opamning tavsiyasi bilan endi hammaning men bilan qilgan ish endi. Xo'sh. Xo'sh, unda bo'lsa 98-yili bu putlikashonlar chiqqandan keyin 98-yili bu Qirg'izistonga qochdingiz bir hisobda hamda. Bu yerdagi jarayon toki shu Qirg'izistondan Gollandiyaga bag'ishib bo'lgan jarayonni qisqalan bir anglatsangiz, Qirg'izistonda nimalar bo'ldi? Endi birdan beshiga cho'ng ish kelganda endi cho'qim buni ma'lum bir usul bilan endi buni yengish kerak qo'yamdi. Amal yo'q inson hayot endi chunki bir korxonchilikdan 300 ming pulim bor bankka to'ltibdi. Men bir qochaman degan o'yimni bo'lmag'achqa yanchiq bani qiqib yurib u bu qilib aramda 10 ming dollardek pul o'zim jamlab Beijingga az qilaman deb endi Ismoil Ahmad bu shirkatimda shularning hammasining rasmlari bo'lg'achqa ular yugurib Beijingga bordi.
Beijing beriplam şu 3 gün içinden pasport tapşır degandikan. Şu 3 gün içinden de şu Beijing'den şu Kırgızistan hava yollarının tuncu uçuşgan Allah Taola'nınki mandaq yol içip berişimi acayip tesadüf. Ha. Kırgızistan'ın tuncu şu aeroplanı bo'lmasa transit vizlab O'zbekistonda uchgan bo'lsam O'zbekiston orqali uchur ekanman-da, u yana viza ololmay avar bo'ldi ekanman-da. Shuning binoan shu ishlagan pasportim Qirg'izistonga chiqadigan yuzni oshmagan pasport bo'lg'achqa shu Qirg'izistonniki nimasi kirsam mushaq at uchadigan aeroplan bor dedi. Shunchalik xush bo'ldimkin uchib ketdim, ammo shu aeroplanda chiqib taki Qirg'iziston tushgan vaqtimda men cho'qim kallamda ailemizin terbiyesinde ben Birleşken Milletler Teşkilatı'da bu optu dep aşı vaqtida şu Kırgızistan'da, Kazakistan'da şu Uygurlarning milliy hareketi bulup şöyle milliy qurultaylar qurulup Memtim Nazirat aşı vaqtidagi şu erkin elbdekilerning şu Orta Asya'da Uygurlar bilan qilgan nimaleri mesela teşkilatları apam dep berdigan manga-chu. Unda bo'lgandan keyin biraz kallam ichilgan bo'lg'achqa shu men bu ishni o'zim Birleşken Milletler Teşkilatı kirmenin zavod karxananın qandaq vayron qilganini xalqaro qonun bo'yicha anglitimni o'zimni qo'g'dayman debdi, ammo mandaq o'yli bilan tushib, ammo o'ylamag'an yerdan hamda mening yo'llarim ochiq ekan. Kurash ko'rsan rahmatli yerda turibdi ekan uzun yil. Bu Kurash apandi bilan ko'rishib, ashula qilib ba'zanlar Turkiyaga ketaylik dedi. Endi ba'zanlar Yevropaga dedi. Men dedim to'xtab turing. Men shu yerda o'zimni bir qonun asosini bir salay, uning keyindan Eyvasak varlıdı. Şu an ben kirip şu Amerika elçiliği arkalık bir avukat tuttum. Bu avukat Nizam'dan da bazı London Uygur ansambulda tembur çaldı bu adam. Yani Kırgızistan garajdan iken şu Nizam'dan akımızdan hem burunma Uyguristan Azatlık Teşkilatı'na azan Tursun İslam degan bir akımız var. Şularning yardımı bilan tunji qadar Mangal Teşkilatı'nın işini çekip kirip şu yolunu aşkan bulduk. Endi kim kurash ko'rsam, voy bu mundaq bakan, mening qo'shib nima qilsanglar degandek, endi shu undaq bir sizga bir asos bo'lmaydi deb andan o'ziningki burun chiqargan kasetlarini yana sotmanglar u bu degan shu kasetlarni tarjim qilg'izib shu Nizomdin akamiz orqali endi bu odam vatan qaytolmaydi, endi shu vatandan tatib inqilob qilgan deb Birleşken Milletler tashkil qilib, andan ikkimizni andan tutishga bo'lmaydi, Xitoyga qartishga bo'lmaydi deb bizga raport chiqarib, hem Amerika elchixonasining qo'shimcha bir raport chiqarib bizga. Endi shu orqali endi pasportimizning vizaning vaqtini o'tab ketgan endi. Unda bo'lg'achqa shu raport bilan turdik. Endi uzun o'tmay andan Kurash ko'rsan apandimni Svidanga, meni Gollandiyaga endi davlatning da'vat taklif bilan ular olib ketgan bo'ldi. Aşağı qilib Yevropaga yerleşken bulduk. Ya aralıkta şu 2 yıl jarayonida bo'pti bu shunami? 2000-yili Kurash ko'rsan apandim Shvetsiyaga, siz To'g'ri. Gollandiyaga. Xo'sh, endi Gollandiyada eng uzun turibsiz mesela 15 yillik hem siyasi hayat hem ticaret bu jarayonlarni mesela bu yerda qilingan faoliyatlar, parlament Uyg'ur do'stlik guruhi qurilishi. Elbette bu hayatınızda mesela ko'rib program tayyorlash jarayonida qancha bo'lim qilsaqmi yetmaydigan darajada uzun masalalar bor ekan. Shunga lekin hamda nihoyat bir qisqartib gap qilyapmiz albatta. Shunga bir to'g'ri tushungan asosda bir o'sha sizning Gollandiyadagi hayotingiz bir bo'ldi. Qisqa tushundiray. Endi her bir adamning hayoti tug'ilib, o'sib, yetilgan shu xarakter bo'ldi-chu. Shu xarakter qilalarga ishni qilish muqarrar ekan. Meniki harakatchanlik bir alaylikim bor-chu. Masalan, ishni qo'qmay derisini chekadigan odam-chu men. Masalan, yo'l ichishni yaxshi ko'rmayman. Shuni Gollandiyaga kelib, Gollandiyaning vaziyatini ko'rib, qarsam burun hamda shu burun Aysa apandimning qo'lida xizmat qilgan katib bo'lgan odamlar bor ekan. Men ham oilamiz tarbiyasi cho'nglarga yo'l berish, ashlaq bir o'zlaridan kelsin deydigan bir narsa bor-ku kallamda ching'im. Xo'sh. Shuni cho'nglarni hammani yig'ib, sizga bizga turg'un olmasang bolalar bor ekan, siz bizga bir bering. Biz yashagandan keyin yananglarda turib ishmonsin.
deb iliqi chunki mana shu Qirg'iziston turish jarayonida mana shu Uyg'urlarning tashkilotchiligida shu manmanchilikninki shunaq o'rin yo'q, vatanga o'rin talishib, shunaq bir o'zimizdagi bir illatlarni his qilgandan keyin bo'lib shu kurash ko'rsatning beshini o'tgan ba'zi ishlar bor-ku. Yoshlar qurultiyiga, masalan dunyolar qurultiyiga rais bo'lib saylanib, keyin u raislikni ololmay tugab ketdi-ku, rahmatlik. Bu chunki Estoniyada ishlangan bo'lg'achqa bu viza u Norvegiyaga Sweden kelib qo'liga pasport chiqmay turib ichilgan bir yig'inda bu. Xo'sh. Shunda bo'lg'achqa bu yerda qarasangiz endi yana azroq yetarsiliklar bor. Bu saylangandan keyin chuqur raislikni berish kerak-ku buningga. Nada bo'lsa. Bu shu shunaqa bir bo'lg'achqa men birinchi bo'lib men shu rahbarlikning degan gapi bor. Bosh bo'lmaymi ish qilib bo'ldi-ku. Sen bir katib bilan boshqa katib bilan ishmonsi bo'ldi-ku degandek. Bu o'zimiz ustozdek bo'lib qolgan odamda u rahmatlik vatanparvar akamiz. Ana men shu cho'nglarni yig'ib mustaq bir jamiyat qurli, tashkilot qurli deb qilib baqdim. Ammo uzun o'tmay ilqi quruqdaga o'rtilmaydi deb ikki qatim rais bo'lib ishlatib baqdik, ammo yarmida ishqida. Odamning xarakteri masalan vaqtga ko'z qarashi yo'q. Bu vaqtda hech qanday tashkilot yo'qmi Gollandiyada? Yo'q. Biz borganda 6 Uyg'ur bor ekanmiz. 6 Uyg'ur. 6-7 Uyg'ur bor ekanmiz. Unda bo'lgandan keyin shundan biz oxirida endi bo'ladi deb shundan o'zimiz oxiri Uyg'ur support guruhini qurgan bo'ldik. Ani Uyg'ur support guruhi bir kunlik qatorida Uyg'urlarniki. Buni chunki Uyg'urlar biz o'zimiz mush Gollandiyada bir ish qilamiz deydiganmiz, chuqum Gollandiyaliklar aralashdi. Men Tibetliklarning tashkilotchilik demak yaxshi ko'rmanchi. Bular ham shu dunyoning nerede bo'lsa shu yerlik millatni oldiga ishtirib turib ish qiladi-ku bular. Shuning ben endi shu Sosyal Demokrat Partiyasining ikkinchi lideri shu Harifon Bommel degan apandimni bilaga siz bizga boshliq berang. Biz mushlar bir yumaloq ishlarda oyda bir qatim Uyg'ur projekt tuzayli. Mushu orqali biz bir Uyg'urning davosini qiladi. Buni endi har oyda shu Amsterdamniki, hukumatniki shaharlik shu bir yig'in zalini bizga ajratgan bo'ldi. Andan keyin shu Amsterdamdagi Frey University, Erkinlik Universitetining o'quvchilar, raislar qatnashgan bo'ldi. Yahudi jamiyatlari degandek shunday jamiyatlarningki shu biz bilan birlikda yumaloq ishlarda bu yerda Zayniddin bor. Bizning shu yig'inlar qatnashgan shu vaqtda Sodiqjon bor, Sodiq Salay deymiz. Bu Baxtiyor Nosir apandim bor. Nurg'un balla bor endi shu yig'in qatnashganda shu vaqtida. Endi shu oylarda nimalarni o'tkazib, xil proyektlarni bir naytalik chunki bu chet ellik beshimizda bo'lgandan keyin bu ishlar buzilmaydi deymizda. Xo'sh. Endi bu ammo arliqdilar, endi bu chuqum Dünya Uyghur qurultiyining ya bo'lmasa bir tarkibidagi tashkilot bo'lmasa bo'lmaydi deb, endi chunki bizning bu beshimiz chet ellik bo'lgandan keyin bu bevosita Gollandiya hukumatining parlamentida bo'layotgan faoliyat bo'lgandan keyin boshqa bir tashkilot qurish kerak deb bu shamol nereden chiqdi men bilmayman. Endi shu xuddi tunigun askarlikdan chekingandek Chechena shunday evatgan ashtaq bir xil ballar paydo bo'lib qoldi-chi, arliqdan xil uzun o'tdi-ku, bir necha yil o'tib Gollandiyada Uyg'urlarning soni ko'paydi. Ko'payib shu bizga besim keldigan bo'lib qoldi-chi. Xitoyning bakroq joyiga ajalli yerga tegib soldikmi? Bu Uyg'urlar Gollandiya ko'paygan siri endi bu qo'pib tashkilot bir sunmaydi deb Xitoyning dunyo proletariyati bir bo'lish kerak deydigan bir siyosat bor emasmi? Bu birlik nada bu? Birlik Amerikada ikki partiya bor emasdan bu birlik degan narsa o'zi bilan birlashgan, o'zi ishongan odamlarning birikmasi bilan bo'lgan narsa bu. Dushmanni qo'ltiqni o'ltag'izib qo'yib, dushman bilan qanday ish qildi. Endi biz o'zimizga ishlaydigan odam bilan ish qilishimiz kerak bu. Ammo chuqum birlik deb turib, bu yerda andan shu Amerikadan ba'zi odamlar alohida kelibdi. Ya biz u vaqtda biz bilmadik hamda bu shu birlik bu tashkilotni yo'q qilib yetinglar dedim-o, ashla qilib, menga nurg'un besim bo'lib ketdi shu vaqtda. Chuqum shu bir parlamentdagi tashkilotni yo'q qilib yetinglar. Yo'q qilib yetinglar. Mishada palani sitop, mitop, qarsangiz
Rus'nunki tahallusu bilan yaşayan bir insanlar keldi karan Amerika'da. Hayran kalarlar. Bu bir resmi hikaye. An ahiri Gollandiya Uyghur Birligi degan tashkilotni qurib, meni raislikdan tushirib, meni siz bosh katib bo'lsangiz ishim yaxshi mangdigo deb, o'sha vaqtda ham bizning Rabia onamizmi bor. Aşağı qilib, ahiri men ham bosh katib bo'ldim. Arliqda u raislar jiq tegishgan bo'ldi. Ya'ni ishimiz mang'an bo'ldi. Aşağı qilib hamda arliqdagi shu faoliyatlarni desak hamda shu dunyo xalqaroliq nurg'un yig'inlar, hattoki shu Gollandiya tashkilotlarimiz nomidan fidoyining ishlagan nimalari bor, xabarlari. Yevropa parlamentiga Gollandiyadagi bir tashkilot sifatimizda Yevropa parlamentiga kirgan vaqtlarimiz bo'ldi. Hali kuchlandiqda, ashyadim mesela men bosh katib bo'lsam, kuchlanib ishlab baqdiq. Nurg'un vaziyatlarni, beshimiz kelgan ishlarni amal qilib hal qildik. Xitoyning konsulchilik qilib kelganda men degan Olturval degan advokatni tutib, eliqi cho'ng jazoni 60 ming euro jazo to'laysan degan jazoni 6 ming euro tushirib, bu yerda boshqa Uyg'urlarning hamkorligi bilan uni u ishlarni hal qilgan bo'ldik. Dunyodagi eliqi cho'ng tipdagi insonlarga zaxmi yetkazadigan qurollarni cheklash xalqaroliq shu Birlashgan Millatlar yig'in zalining oldida Xitoyning kuchayishi dunyoga xavf olib keldi deb turib, ashning ichiga kirib, Xitoyning yig'inini, Xitoyning vakillarini oldiga berib, qo'liga qog'oz tutqizsa qo'qab ketib, bu yerga tashlagan bo'ldi. Nurg'un vaziyatlarga shaklim bo'ldi. Xalqaro sud bor bilsiz Danak shahrida. Xalqaro sudlarga necha qator Uyg'urlarni qirg'inchilik qilyotdi deb sungan bo'ldik. Vaqtlarda arliqda Ürümçi vaqalar bo'ldi, nurg'un ishlar bo'lib ketdi. Bu yig'inchoqlar da'vatiman men. Xo'sh. Parlamentda nurg'un yig'inlar bo'lgan bo'ldi. Rabia xonim necha qator parlamentga kelgan bo'ldik. Ondan keyin parlamentga kirish jarayoni nurg'un o'yinlar bo'lib ketdi. Parlamentga vakillar kirdi bu 6-7-10. Xo'sh. Hattoki mashina haydab kelgan sho'purlarni parlamentga kirmiz deb ashada ish chiqargan bo'ldi. Bu kimning o'yini, uni tushunmadim. Yana parlament a'zosi telefon qilib, bizning bu yerda hamma Uyg'urlarning kirgisi bor ekan parlamentga. Qanday qilamiz? Hozir bu yerda isyon qilyotdi bular. deb odam kulib ketdi, ashuna qilib beshimda o'tgan ishlar bor. Xo'sh. Bizda men tuturaychi, men bu yerda bu bizning liderlarni akagandan keyin men tuturaychidan gap yo'q-ki. Ashya kirib bo'lsa, men o'sha yerda men bir odam-ku, men shular bir o'zim da'vo qilyapman degisi bormi? Yo bu yerda bir qalayimqonchilik chiqarsa bormi bilmadim. Bu ashuna ishlar. Bu odam o'zi tushib, bizni parlamentga 30 necha odamni akirib, hattoki men o'rtirib qoldim. Men bu ishni tashkillagan odam o'rindiq yetmay o'zim o'rtirib qoldim qaram. Bundaq odam kulkulishlik ishlar bor-da bizning aramızda. Şu kallamda o'tgan ishlar bu. Bundan keyin arliqda Örkeş davlatni Dünya inson haqlari 12-birinchi inson haqlari kuniga akagan bo'ldik. Hamda bu odamning bu bir tarafdan hamda Uyg'ur deb hissiyotimiz bilan taklif qilgan bilan yana bir tarafdan hamda bu Xitoy da'voning ichida, Xitoyning da'vosining ichida bo'lgandan keyin arliqimizdan bek iliqi biz bu bir Uyg'ur da'vosiga bunday bir kuchli bir namzat emasga deganda qilib biz bu shallatdik. Buni da kim taklif qilmadik. Deganda ekan. Chunki Uyg'ur davosining xarakteri va da'vochi. Bu milliy kimlik, milliy irodamiz, mustaqillik da'vosi. Buni inson haqlari bilan, yana bir narsa bilan, yana bir narsa xalq o'zimiz aldashdan sirt xalqimizni aldash bilan bo'lgan da'vo emas bu-chi. Xo'sh. Buni shu vaqtda men his qilgan. Hozir shuna his qilib shuna qilib endi shu Gollandiyada shunchalik faoliyatlarni qildik. Endi ko'nglimni gapni qilsam, bu odam deganning shu ish qilish jarayonida masalan bizda u vaqtda bir cho'ng kirim bo'lmagandan keyin yanchiqdan qilsakmi, endi bizga masalan men 10 necha yil vatan da'vosi qilsammi, moliya tutmadim. Men guvochi bolalar bor. Moliya tutmadim. Boshqalar tutdi. Bu pul yeb ketdi. Bu yeb ketgidek pul yo'q, ya bizga bir maosh vermaydi, ya bu ma'zur dunyo qurultiyi endi dedim berganek biz pul vermaydi. Ashunda qilib, tuki yo'q gaplar bilan, ashuna qilib Xitoyning o'yini bilan nurg'un zarbalarni yedik. Hattoki mushumi yedik. Bir kuni Oxir 15 yil jarayonida siyosatdan to'yg'iz o'tibdi-da endi o'zi.
Vay gapqilmang, bir kuni bir yig'in bor, yoshlarning bir yig'ini bor, sizni bir taklif qilib, bir maslahatimiz bor deb, biz shu Amsterdamda chaqadi. Chaqani qarsak, ana bir qora uy, bir adam aram patida shu rasmiy bir qora qo'llarning bir yig'indek biri akirib bir uyga solib oldi qarang. 10 necha yosh bolalar bor uning ichida. Bu tashkilotni yoshlar o'tkazib bersizlar dedi. Bo'ladi, o'tkazib beriladi. Allah Ammo Allah resmi. programmani ko'rsak, He. programmani ko'rsak desak, magu programmang deydi go, sen bu shu ishning ustida turaveramsan deb bir kun kelib kaynimda bir mushtum buni otdi. Men tuyuqsiz bo'lg'asga yiqildim. Shuning bilan yenimdagi yana bir Abdug'anida bir og'inimiz bor. Bu g'ayrat butun kuchi bilan millatga ish qilyapsa, sen qo'y nima qilyapsan deb u yugurib kirib, meni qutuldirman deb uning aytilganda, ashyoda maqsadlikdek 10 necha bolalar Abdug'ani urvatdi ham. Urvatib, endi o'zini o'ylab ko'rib, bo'pti, yoshlarga o'tkazib beraylik. Hozir shu ishni Sizmi qo'zg'adi, o vaqtida, olsam, o vaqtdagi yashagan sizmi yosh vaqtingiz ekan go? Shu 20 necha aslida vaqtida gap. yosh vaqtida. Endi uni bizga shunchalik tahdid qilgan odam cho'qim bir yoshlarning bir cho'ng bir tashkilotni qurib Gollandiyada hozir gullab ketish kerak-ku. Ha. Shu ishni qo'zg'agan bu aktivka. Anlasam atishdan kelgan deydi. Hozir cho'ng restoran ichib Fransiyada yashaydi ekan. Nihoyatda yaxshi ishlarni qilayotgan o'xshaydi Fransiyada. Menga mushatgan shu odamlarning birsimi yo'q qarang davosi dedi. Hayron qolarlar. Endi shu vaqtida men bu telefonimda bir nomer vatı besiyatdim, xavfsizlik o'rniga birdan saqchilar kelib, aşağıda tutdi. Tutib, andan keyin ashning ichidan 5'ini sotildi. Sotlab, bak kulgunishlik ishlar bu. Anda ash sotning yeniga kelganda ashlar kelib menga yolvurdida, bu ishga yaxshi gap qilsangiz. Bunda deb. Men sana yaxshi gap qilgidek, yomon gap qilgidek bu sotga hozir chiqib bo'ldi. Aşağı kirib sotchi nimda shuni anglaysa dedim. Ammo nemi sebepten endi menga mushatgan qig'iningni men bilmayman. Sen o'zing biz Gollandiyadagi bir davlatda turib, Gollandiyaning qonunini buzgandan keyin buni o'zing javobgarlik qilsan deb, shu sotda kirib, sotda aşağıda Uyg'ur bilan nima qildi? Men shu mendan gap so'rmagan bo'lsa-mu, endi aşağıda nima deymiz endi, shu menga mushatganlarni endi shu 6 oygachilik qilayotgan ish qilmaslik, u deb kichik jazo bergan bo'ldi. Endi o'zingiz o'ylamamsiz endi bu Xitoyning ajalli yeriga teganmagan bo'lsam, vatan millatni men so'ygan bo'lsam, yollanmalardan shu vaqtida sizcha shunday deb qaradingiz yani bu? Shu albatta shunday bo'ldi. Masalan, sen bir narsani ko'tar o'tirga. Uningdan nochishni qilmamsa, guruhni Amsterdam ishxona taqizvatdi, Dunyo Uyg'ur qurultining ismi bilan. Besim qilib. O gün taqıdık, okey. Sen menden üstürak bir iş qilmamsa, bormi? Yo'q. Oxiri men denizat bolalar yig'ilib, u bu qilib bazı ma'rif jamiyati qurib, yerlar ilib qildi. Bizim mesela ish bo'lganda Amsterdamda ishg'ollarimiz bor, uning Harlem degan shaharda bir 200 koy, 2000 koylik kira qildigan yerni 200 euro ilib, hattoki men Amerikaga yenib kelganda butun Sharq Turkistonda qurilgan shu kona armiyarimizning resimlarini chaplab bir muzeyda qilib, men Amerikaga yenib kelgan va Uyg'urning bir yeri bo'lsin deb. Shu yanima 400 euro to'layolmay taqvatib dedi. Bu nimdigilik qarindishib. Bu g'alit ish olmay nima? Men bugungi men ekranda so'zlab qoldim, kechiring, beshimiz o'tgan ishlarni da'vatini. Xo'sh. Bu insonning shaxsiy bu kamchiligi bo'lishi mumkin. Ba'zi hayotida masalan men masalan bir ayol kishini nikoh qilib ilib, olib ketgan buni axloqimda masala borligini hisob qilmaydi. Bu xotin purush degan gaplar bo'ldi. Men 2 qatim to'y qildim, ajrashib ketdim. Chunki men ko'nglim holimsa bir chaqirib ketdim ya bu ben birisiga bir siyliq qilmadim. Demak, ashna tiplar bilan shu mujnaqda hamda dabir berdi hamda. Amerikaga ko'chib ketish jarayonini o'taylamdi. Bu yerdan zerikib hamda tashlab Amerikaga ko'chishdagi asosli sabab bu yerga shu Gollandiyadagi mush qalayimqanchilikdan. Ha, shu Gollandiyaningki bir gapimiz bor rasmi. Gollandiyada hozirgacha masalan shu davomli bo'lib maqta yaqinda tashviqot qilib shu Yevropadan qaytayotganlarning filmlerini to'liq chiqaryotdi hamda. Shu Yevropada Gollandiya, Yevropada
vatanga qaytayotganlarning ichida eng ko'p Gollandiyada degan bir gapingiz bor ekan-da. Bu nima uchun sizcha bu? Endi o'zimiz Gollandiya strategik jihatdan Yevropadan o'zi kichik davlat bo'lganda nihoyat quvvatli davlat-ku. Onun ustiga xalqaro sud bor. Dunyodagi diktatorlik Milošević deganni uni buni sudlagan ya. Undan keyin bu Xi Jinpingning xalqaro sudga ikki qatim berdiqchu ashada. Unda bo'lgandan keyin ham shu nurg'un hamda xalqarалық yig'inlar ishiladi. Unda bo'lgandan keyin Gollandiyada Uyg'ur davosining hamda kengayib ketishini xohlamaydi. Onun ustiga dunyoda tunji qatim shu Gollandiyada qurilgan do'stlik guruhi bo'lg'achqa, ama shu aqtalliklarni oldimiz silib ish qila olganligimiz bo'lg'achqa, ya bizdan cho'chidimi? Shu orliqda Turkiya orqali kelgan nurg'un bolalar bor. Qaytib ketgan Uyg'urlarmi bormi? Shu Gollandiyaning iqomatini tashkil etib, Shanxayda shu oldirg'i gul ko'tarib chiqib, kutib olgan Xitoylarda. Vatandan qaytgan Uyg'urlar deb turib, buni ham biz nurg'un Uyg'urlar yushirib bo'lmaydi buncha. Muhacirlar deb turib, kutib olgan ishlarmi bor. Unda bo'lgandan keyin endi men o'zim shu Uyg'ur qonun asosini soldi deb butun kamplarga olib, avukatlarni olib, o'zinglarni qanday qilsang siyosatni to'laysan, hattoki hikoyalarni to'qib berishga sabab bo'ldiqda. Shu orliqda nurg'un bolalarni ko'rgan, keyin qarasam, shu bolalar yo'qolib ketdi. Qaytib ketganlari bo'ldi degandek. Gapning qisqasi ish qilib, bu yerda strategik nimisnayt kuchli bir yer bo'lg'achqa, bu yerda burunli ko'z tekkan yer desak bo'ladi. Ko'z tekkan yer, yana birisi o'zimizning ishidimi nadonlik bor. Biz burun bir artist bo'lmagan odamlar deb turib bir kino ishlagan artist bo'lmagan qiz deb bir kino ishlaganni ismini ko'rgan. Bu yerda siyosatchi bo'lmagan siyosatchilar bor-ku bu yerda. Xo'sh. O'zi Gollandiya hukumatining pulini elib qilgan ishi yo'q. Şunun olan qarşı şu torda, onun bunundan nima qilib o'zini ko'stiman deb turib, bu yerda o'zimizning nadonlik bor. Xitoyning o'yini bilan ikkisi birlashib, shunlar Uyg'urningki qanday qilgan xizmatlar bo'lsa, nolga chiqarib, oxirida mana bugun kunlikda shu Xitoyda hech qanday zulm yo'q deb nomus qilmay shu ayrimlarda o'zi videolarga elibdi uni. Maqsadlik oldiga chiqqan Xitoylarning videoga elib olsa, ashada yana chiroyli artistdek ashada shu ekranga chiqib berib Uyg'urlarniki hozir endi balkim shu siyosiy fanallik tilash masalasini Gollandiya hukumatimi nihoyatda bir 3-chi masala qilib qo'ygan bo'lishi mumkin hozircha. Burun degan biz ishlagan vaqtlarda 3 oyning ichida masalan mening singlim keldi-ku, mening singlimni 2 oy ichida hal bo'lgan. 2 oy ichida. Haqiqatan bir vaziyat endi. Xo'sh, Amerikaga ko'chib, endi bu yerda ko'chib keldingiz. Uning keyin bu Marco Polo'ning hikoyasi. Bu restoranni faqat pul tepish uchun ochdingizmi? Nima o'rinda ishlatyapsiz masalan bu yerda? Bu yerdagi Amerikadagi hozirgi mavjud egilik-tiklashingiz. Şu anda bunun başlangıcı şu Gollandiyada nurg'un bishimni suvoqlar o'tgandan keyin shu Gollandiyada shu bir ashqanchi, keyin Amerikaga kelgan uni setib ketdim. Ashqandimi shu milliy asosini, milliy madaniyatimiz asosida ashqan, Ipak yo'li Uyg'ur restorani deb turib, o'shaning sharoitiga nisbatan shuni ashqandim. Men ham turklardan asbas turk tamoq o'rgandim-ku. Endi keyin bu Amerikaga kelgandan keyin şu Gollandiyadagi tecrübem orqali iqtisod bo'lmasa bu ishning oqmaydiganligini. Masalan, ba'zi Amerikadagi Uyg'ur radiosini to'xtatib etdi, shunami? Iqtisod yo'q. Endi agar Uyg'urlar 30 yil burun işte bizga o'xshash chiqqan korxonachilar to'xtab tursa, sening majiyatda asosan borgan zamanda pul tepib, bunda qilib bizni qo'llasa, mana bunda qilsak deb bir-birimizdan aslida bir proyekt qilgansak, 30 yil degan bizning cho'ng korxonachi bo'lib ketishimiz mumkin de shirkatchi bo'lib. Endi bizga u aqlni bergan odami yo'q. Hamma odam o'zining o'rnisi bilan shaxsiyatchilik bilan Xitoyning kommunistlar insonni shaxsiyat chiqib aytgan-ku. Xo'sh. Xitoyning shu nimasi sinib bizga manmanchilik degandek. Endi unda bo'lgandan keyin bizning olimiz shu Gollandiyadan orollam ko'chib Amerikaga kelish orqali andin bu yerda shu restoran ism keldi. Kelib endi yana shu burun bug'roqni qanday boshlagan bo'lsam, bu milliy taomlarimizni isloh qilib, o'zimizning milliy Xitoyning ta'mlarini, Xitoyning bu achchiq yeydigan, bu Uyg'urlar nima uchun achchiq yeyman? Bu Xitoyning Sichuan o'lkasidagi
bütün Xitoyning shunda ochiq yomon. Masalan, Xitoyning Chongqing degan bu dushmanning madaniyatini tushunish kerak-ku. Shu Xitoyningki shu Chongqing degan bir shaharningki xalqining shunda ochiq yomon. Turib urushib qoladi-da. Turib urushib qoladi. Masalan, shu ochiq ish madaniyat bir hukmronlik qilgan bir millatdanmi kirdi-ku, yemak-ichmak madaniyat degan. Masalan, bu Shinsaydan burunqi Yangzheng degan Xitoy, Sichuanli Xitoy bu. Bu Xitoyningki shu ochiq tomoq yeyish, shu ochiq suv lozim qutlanmaslik, shu Xitoyning madaniyatidan kirgan narsa, bu yo'q bunday narsa. Bizda shundoq chiroyli tomoq yeyish uslublarimiz bor-ku, tomoqni tamlik, mizliq qilib, sho'rpalarni ichib degandek. Shuninga shunaqa milliy tushuncha bilan kallamni Amerika o'rnab ketgan bo'lg'achqa, men bu turklarning tomoq qilish uslubini yaxshi ko'raman. Chunki Osmonlining tomoq, podshohning tomoq nimalarini ko'rgan, ko'rib, shuning ichidagi endi bular qarasangiz, bir kishi tomoqnimda bir kishi qozonda qo'riydi. Energiya sarf qilmaydi. Biz masalan kishi vaqtimizda otamizdan bu qo'ymaydi, azroq qozon tashlablar, uni buni qilib mizak tomoqlarni chiqaradigan. Ama bu Türkler deri yağda kıldı o. Mesela deri yağ deydi bular sarmay. Tereyağı. Da bo'lgandan ben o yerda nurg'un 5 yıldızlık restoranlarda özüm praktik qilib Gollandiyada zaten ben bunun ustası bo'lib bo'lgan. Özüm bir dönerini tatib tizalayman hozirgacha. Bütün bu Adana kebabını tatib hemen qila olamiz, İskender'ini tatib bir darajada qila olamiz. Yani Uyg'ur tam kirgizman bunga. Ashna qilib, yani özümüz Uyg'ur tamoqlarini bunu sahnaga chiqarib, buni Türklarning tomoq qilish uslubida qilib, buni osonlashtirib, qulaylashtirib. Masalan, bir xirida Amerikada, Yevropada adam bir yarim soat saqlamaydi-ku bir tomoqni yeyish uchun. Xirida kirsin oldiqlar 10 minutda, 15 minutda ochiqadigan qilib, buni islat qildim. Islat qilib, bu yerda ochiq laza, u buni albatta Amerikaliklar yeydi, ammo uni biz samsoqda uni bunlar bilan zirlar bilan qilib ayrım küçük bir kaçada yayınlık akap koyumuz, yesen ya yemesen meylede. Tamakni açık kılmayınız. Tamakni açık, mizlik kılımız, temlik kılımız. Şu sebepten benim şu Marco Polo'nun birinci içilişi 250 kişilik orunduqum battı. Çünkü Diyanet'e yakın boğaçka, yeni bir cihetten hem de Uygurların küpüsü Virginia turdu. Yani bizim kişiliğimizden, atalarımız bizden hıla dana, köz tok, bir mert, terbiyeli geçke. Mayada Uygurlarning bir aşxonasi var ki bunu yenida açsa, ma Uygurlarning tijoriy ta'sir qilmasa, men yaxshiroq ichib kelib, bularning tijoriy vayron olib ketmasa, manda o'ylab ketdim bataqa. O'ylab ularni bir soat jiroqlikdiki, manda shaharlarni tanlab, men universitetlarni yaxshi ko'raman-ku. Maryland universitetiniki DC'ga yaqin Washington DC'ga. Aşağıdaki bir yerini tanlab 250 kişilik hem Uygurlarning desak bo'ldi, hem Türklarning cho'ng restoran yo'q Amerikada. Tunca aşılık bayrak esirlik abim başlık görünüşlük şu restoran şeyde içilgan. Endi Avrupa'da mı Türklerin bir restoran üstün bayraklarını asıdı o. Bayraktan kaçırılan nerse emas o. Özünün kimliki o bu medeniyetinin başka en üstüde bayrak buludu bir yerde. Onda oğandayken hem de şu bütün adam şu kirdi, tamağımız yiydi, medeniyetimiz tonuydu, çıktıydı. Yani Marco bilen Polo. Marco hem de Amerika'daki bütün muharip sistemimizde küçük balalarınki de bu. Birisi Marco dese, birisi Polo deb, mana bir-birini tepishmoq o'ynaydigan bir deymiz, o'zining xalq mana so'z cho'chaklari bor ekanda. Unda bo'lgandan keyin biz ham Marco bilan Polo, Uyg'urning Polo tamoqi. Marco desa 14-asrda G'arb bilan Sharqni tutashtirib, Uyg'urning bu go'shtlarni Italiya pisasi qilgan, Uyg'urning lag'manlarini Italiya past qilgan, bizning shamsilarimizni Italiya calzone qilgan, cho'chillarimizni tortellini qilgan şu Marco Polo. Yani o Xitoy emas, vaqtda deganda bu Yuan sulolasi degan Mo'ng'ullarning sulolasi, bu Qublay Xonning sulolasi, Uyg'urlar oshning ichida nihoyatda muhim rollarni o'ynagan. Unda bo'lg'achqa bizning madaniyatimizni Italiyaliklar qabul qilgan. Shu nuqtadan nuqta qilib turib, bu ism nihoyat yarashdi. Hamda shu vaqtda New York Times dunyodagi eng cho'ng gazet, New York kashlik gazetining diqqatini qo'zg'ab, bizga demay turib tomoqlarimizni tetib, kirib andaki sizni ziyorat qilsak deb 6 soat ziyorat. 6 soat ziyorat ichida mening 4 soat shu milliy irqiy qirg'inchiligimizni anglatgan bo'ldim. Shular bu bir mening tomoqlarimni tunishtirish emas. G'ayratjon Ro'zi Marco Polo deb bu New York Times gazetida chiqqan bilan Uyg'ur genocide deb chiqdi. Uyg'ur genocide. Demak, mushu gazetning Amerikada 10 milliondan oshiq ko'rish nisbatiga erishganligini men ashlarning to'r betida ko'rdim.
Hozir mı Google'dan şu Gayretcan Ro'zamish ingliz yezish bo'yicha bassangiz, shu New York Times birinchi bo'lib chiqadi. Xo'sh. Nima bo'lmoqda? Mesela Amerika'ya keldim, birisiga yalvurmadım, birisiga berib nima qilib, bana bir mundaq ish qilib beringlar demedim. O'zimning tajribamdan, tırnaqim bilan tatlab yurib, bunun sherikchilik bilan qildim birinchi restoranni. Keyin tuyuqsiz Covid bo'lib qoldi. 6 oy tutib turdim. Pul saqalarmi jiroq turib oldi. O'zimning ideyasi, o'zimning o'yim beshig'im tamom sen nima ish qilsang qil dedi. Oxiri men vayron bo'lib ketamligini deb o'ylab qoldi-da. Amaliyotda men bu binoni egasi Yahudi ekan. Ben bir yerden çıktay dep andan çıraylık bular bilan sözleşip, kontraktlaşıp bir yerden 7 yıllık to'xtam battı. Bir yerden ben vayron bo'lib chiqatmadim, chekinib chiqatdim. Xo'sh. Chekinib chiqib, o'zim mustaqil quray deb, oxiri andan Allohda bir qisqa hikoya va bir Hindistonlik 5 yıldızlik mehmonxonaning birinchi qavatini bersa qo'rqmay to'yzallar bilan yana bir yerdan ichib, bir yerdan bir yuzdak Uyg'urni chaqirib bir ichilish marosimi qildim. Ama 3 oydan keyin yerda mehmonxonaga suv chiqatdi. Tübüden suv chiqatdi, mehmonxona suvsiz to'xtab qoldi. U Hindistonlik hamda qarsam shu istiroxoniya shirkatlari orqali suv chiqatdi deb nurg'un aldamchi qo'shqapti men. Bu bir tecrübe bo'ldi. Shunday qilib o adam bilan sotlashdim, vaz kechib, oxiri ham Indiana University'da hamda Uyg'ur fakulteti, Uyg'ur til madaniyati bayavonligi cho'nglarni bog'i suni Singayaga sepdi. Xo'sh. Shu nadi qilgan bo'lsam shu turman deb. Endi bu yerda bo'lib Tibetlarning bir madaniyat markazi bor ekan. Dalai Lama o'zining akisi bilan bundan 60 yil burun olib qo'ygan ekan. Hozir taraq qilib bundan 3-4 million o'quvchi kelib ko'rib, ashning ichida tavob qilgandek holat akapti-da, bu xuddi biz Uyg'urlar haram ko'rib haji bo'lgandeklam. Ashna bir yaqib yetibdi bu. Buddistlar jiqqo chetalda. Endi nima uchun bu yerda bir Uyg'ur tili, Uyg'ur madaniyati yashagan bir shaharda 70 ming chet ellik o'quvchi bor ekan, bular Kolumbiyaning prezidenti mishada o'qitdi ekan bu. Nima uchun biz bir yer qurmaymiz deb, andan bu 3 yil endi 10 yildan keyin ama özüm bilmem özümden nimemni. Çünkü iş kadem yıkılgan adam. Onun da iqtisodiyotdan ait kichikdan boshlash to'g'ri keladi. 20-30 kishi o'rindiqlik yani ichib keyin bir yil ichida ama yenimizdeki qo'shnimiznikini setib oldik. Uni ko'chirib etdik. Shu bilan tomni tishib o ichib ikki lokationni bir qilib hozir birer yüzdek adam sıkılgan bir yer kıldık, talağı, oyunlarını yasab, üzümzar, bağvan nemesi kılıp, talağı doldurduğu yerlerimiz var. Andakin o terakkiyat arkalık, ma 2 yılda hem hükümetke başlayıp, özümüzden yıllık başlığımız, neticemiz yakşı boğaşka, özümüzden kreditlerimiz üsüp, kıgan boğaşka, ya da özümüzden danışmalarımız, hatta ki benim buğaltırımı Uygur tili bildiğin Amerikalık. İsmi Reis'e. Özü nayt takva Hristiyan kız ola. Müşahedeki Uygur tili bildiğin bütün çeteliklerini toplap, özümüzge volunteer kılıp, halis yardım kıldığı adamlar kılıp, ahire enden bir yerde bizim şu 100'e yakın yer setip aldık. Bir yerden Airbnb dep koydu. Hem yatak kep demalıdığım, hem Uygurlarning o'xshamagan tarixda Uygurlarning imoratlari, bag'vanchiligi degandek shu narsalarni plan qilib bir projekt chiqargan bo'ldik. Hozir shu projektning shu birinchi bosqichida uylarni 4-yan ikkisi bir shu Indiana University bir hadimizning o'rlashtirishi bir faoliyat bor. Onun hamda bizimiz sponsor bo'ldik. Shuningda bu Ezdeysa Al-Kuni degan do'stimiz keldi. Kelsa shu faoliyatning sabab bilan bizimizning shu olgan yerimizda Xudoyim bursa shu bemorlarni yotqizib shu manzillik, yani chunki bu Indianadagi davlatdan birinchi daraja qo'g'dindigan avvaliq chiroyli yerchi bu. 100 ming yer deganda o'zim minib ham yerni cho'glab bo'lolmadim. Yerda 3 bino bor. Yasash to'g'ri keladi. Birinchisini yasab bo'ldik. İkincisi bilan yo'l bo'yida 20 ming mashina o'tadi har kuni. Shu 20 ming mashinaga agar asal logoni chaplab bayroqlarimizni isib qo'ysak, 20 ming odam ko'rdi degan gap har kuni. Bu Sayat rayonida bu. Endi demak ham mishani Xudoyim biz taraq qildirib, shu Tibetlarni 60 yil burun to'nigan bo'lsa, biz kechikkan bo'lsakmi Xudoyim biz mishani biz taraq qildirib, ammo bir shartimiz bor. Cho'qqi vatanparvar bo'lish kerak. Vatan so'ygan odamlar bo'lish kerak. Misha kelsa biz ashini haqsiz turg'izib,
milliy shu irodamiz bilan shularni asrab, silab, sipab millatga texmi xizmat qildirishga biz mishada shularga bir oqsab bo'lishni xohlayman chin ko'nglimdan. Men mishada degan gapimni og'zimda agar men xato gap qilsam, shularni bir mo'cham pul olsam, men bu degan gapimni men o'g'il bola. Chunki bu ashunaq narsa shu fidokorlik bilan, mardlik bilan bo'lgan ish bu. Misha kelgan vaqtimni tatib men restoran ochmay turib nechqadan tonur kabob qilib, mishada nurg'un chatayliklarni yigizib, seninki bu oshxonang bo'lmaydi degan gap bo'lganman. Shuning uchun men reklam qilmadim hozirgachilik. Shahar boshlig'i o'zining uyida mehmon chaqirib tonur kabob bu tomoqlarni qilg'izib, shu shaharning shahar boshlig'i Johan Hamilton degan odam o'zining uyida boshlab bergan buni. Hozir kelchilik mana 300 restoran bor. Mishada dunyoning nerede yaşasın, şu Bloomington, Indiana'da en yaxshi restoran, best restoran Bloomington dese Marco Polo birinci olup çıkıldı. 300 restoranı. Sınap baksın mı? Her kandak dünyanın nereden Google'dan best restoran hep İngilizce yazıp dese çıkıldı. Demek bu nereden geldi deseniz, şu milletinki, vatanninki söygüsü arkalı inçkiliktir. Her bir nokta, restoranın özünün ilişki noktaları var. Şunu dikkat kılıp, xalqaro seviyede Avrupa g'arbliklarning ko'z qarashi, pokizlik, bir esillik bilan royal deydi-ku mundaq. Mundaq idealimiz orqali biz bu yerga yetdik desak bo'ladi. Hakikaten Gayretcan yani Allah yolunuzu açık kılsın. Hakikaten ma çıkıvatkan videoda mı bezleşi olsun. Adamın hakikaten özüge tatıdığan bu kadar güzel bir şekilde kıpsız bu ne. Hem de müşahedemde sizin hem de Amerika'da mı, Avrupa'da mı nurgun aşkhana içivatkan insanlar var. Bulup mu şu aşkhan meselesi şu yakın çayda bu yani ciddi içtima fikir bastırdım mı işte kolu kozgan bir mesele oldu. Şu özü aşkhan nerede olsa Amerika'da mı bağına şu bütünley Xitaylarga o kadar adedin ziyade hoşamet qilish meseleleri. Ben xeridarıma qildim, ben halal pul tepatma o bu diyen gaplar mesela. Ya hem de yani unda qilmayman mana shunday güzel bir ishni qilg'ili bo'ldi ekan yani siz kimda yoki ular ochgan yerda ashunday qilmasa ve igilik tiklik olmamdi ya jinni boqamamdi bu insonlar sizga shunday har xil bahona ko'z hattoki sizga nimishqa bundaq bak milliy bo'lib ketsam bunda bayroqlarni hammaga tiklab bu bundaq qilmasa olmamdi deb numussizlarcha sizga gap qilgan insonlar bor ekan shu oshxona ichayotganlardan sizga bu shunday insonlar nima deysiz siz masalanga? Endi bu demdeymiz gapning qisqasi cho'nglarda bir so'zi borchu, ko'rganni qilar, ko'rmagan nemini qiladi. Bu ko'z ochliq qaram. Bu Xitoy bizni besib olganda, masalan, bizning hech bir yo'qsiz odamlarni bizning vatanda bir mehmon qilib bir qo'y qalini so'yab mehmon qilgan bir millat. Bu Xitoyning besilishi bilan yetolsanlik uy deb qo'ydi masalan. Ochliqni bilatga elib, raxtni bilatga berib shunchalik hamma narsa normallik. Shundaq bir ishni beshidan kechirgan bo'lg'achqa, chunki bu odamlarningki bular burun maymunni bu tajriba qilib chashqalini, ashning ichidagi eng sakraydigan kuchuvani qanday qilib vaksina urib kishidan uxlaydigan qilib qo'yib, demak bu yerda manqurtlik bir millatni manqurt qilish boshqarish shu, chunki bu mavzuning siyosati shu-ku. Xitoycha bir gap bor, Chungshan shu Chudiaoming dedi. Men Xitoycha gapib qoldim, qapamam. Demak, shu namratlikdan qulluq kelib chiqadi deb. Namratlik orqali insonni boshqarish. Bu mavzuning taxtiq chiqqandan keyin butun shu ziyonlarni o'ldirib, yeniga shu bir dehonni akilib premier minister qildi-ku shu vaqtda. Ham demak, Uyg'urlarningki bu yerda biz vatanparvar bu deymiz, o'zimizni maqtaymiz. Amaliyotda bu Xitoyning illati allabur Xitoy singdirib bo'lgan. Endi bu chet eldagi manqurtlarmi bu shundaq bir demokratik davlatga chiqib, masalan, men Gollandiya ochgandimmi shu yenimga pishirganlar bo'lgan. Voy bu yerda Xitoylar uyg'urlar tamoq amroq G'ayratjon. Endi siz mushunchak beshingizga yedingiz, yana yemsiz, yana bu shundaq azroq nim qilib qilsangiz bo'ladi, bu Xitoy kirsa nim bo'ladi deb pishirganlar bo'lganda. Ammo men yana o'zimning milliy kimligim bilan ochgan hattoki menyularga bir yig'iz Xitoyning pinyin masalan to'q qo'rmisi dapanji deb qo'ydi-ku, to'q qo'rmisi. Shunami? Deymiz buni cho'ng qo'rdoq to'q qo'rmisi, cho'ng taksit qo'rmisi, buni inglizcha big plate chicken deb Gollandiyani ko'tarib kelgan menyular u. Ashuna o'xshash milliycha qilib
Buni burundan tartib shu kalimizda shularni milliy iroda bo'lg'achqa biz buni qiloldik. Ana ma qilolmaganlar biz o'zimiz jon boqsaq ham, pul topsaq ham bo'ldi deb bularning hammasi shu bir namoyishga chiqib boqmagan, bir bayroq deganni bilmaydigan, manqurtlashib ketgan Uyg'urlar desak bo'ladi. Masalan, men bir misol qilay, men Nyu-Yorkda bir ish bilan berib, ayolim bilan bir restoranda, Uyg'ur restoraniga kirib tomoq yedik. Tomoq yeb kirsak, aşağıda Xitoylar kirsa, shu Xitoycha gap qilishdi. Anlab, sen Şinjanlıqmı, Şinjanlık dedi, u bu degandan keyin men bu yerda qilib, ayolim yugurib berib, siz nima uchun unday deysiz? Nima uchun siz o'zingiz Şinjanlık deysiz? Bu Sharq Turkiston desangiz bo'lmamdi. Biz mushu Şinjan degan ismni qichib chet elda yashayapmiz, muhojir bo'lib. Deb nima qilsa ayol bir chet ellik bor ekan. Nima qilib, to'g'ri deb bizga yon bersa, bu besvagan bir millatninkiga shunday gap qilsa bu xato bu deb aşağı bir xirida aşağıdaki mulozimatchiga xili ig'ir gap qildi. Ani buning dadisi yugurib chiqib, "Voy xapimman, mening qizim yangi nim kelgan, u bu chiqishlarni bilmaydi, u bu" deb nim qo'yatdi. Biz ham demak o'z ko'zimiz bilan ko'rgan ishlarmi shu. Endi o'tganda siz degandek videolarda Xitoyni qilib, "Voy u bu rahmat, u bu shisha" deb Xitoycha gapiningmi, masalan Xitoy tilini bilmaydigan bir inson. Amaliyotda Xitoyni shunchalik endi muhabbatlik ashuna kutib, endi ashlar bo'lmasa bu baza bo'lmaydigan holatda bir sharafsizlik, nomussizlik shunaq bir ko'rinishlarni odamning yuragini yordi-da bu. Endi demak, bunda odamlarga birmi desangiz, ularning o'ziga tushliq gapi bor, masalan torlarda o'zini nima qilib og'zini buzib tillar boshqalarni. Ana gap Hocamның hocası var deb bizningki nurg'un chet elda siyosat bilan aspas mushkaltakni tang etmoqdigan ishchi. Endi bizda mushkaltak bo'lmagandan keyin, fidokorlik bo'lmagandan keyin, ashta bir xoinning bir ya putini chiqib yetadigan, ya bir beqinaga mushlab qo'yadigan ishlar yo'qchu. Shuningga mayada Xitoy qo'rqmay qilayotgan gap. Oddiysi men bir restoranni ichib bizning bu maktab deyli, ben başka gapni qilmayman. Men bu maktabda men hech kimdan qo'rqmayman. Bu maktabda o'zini Uyg'ur deb ishlagan odamlarmi botga bir kelib ketganlarmi bo'lgan ekan. Xo'sh. No'ruz, bu maktabning o'quvchilarining No'ruz uyushmasininki boshlig'i Xitoy ekan. Bu bizning vatandagi muqomninki, buningki sanasiga chiqqan ekan. Muqom bo'ladi deblam. Bu Xitoy. Ammo bu Xitoy bir yerga qarsak, ikki qatimliq No'ruz bayramda qarasangiz shu telefonni elib olib, bizdan o muzikani qo'yib, birdan o muzikani qo'yib, endi bu yerda o'zi Uyg'urcha kiyimni kiyib, bu yerda bu maktabning o'rlashtirgan faoliyat bo'lgandan keyin biz endi og'zimizni yumib, bu yerda 3000 Xitoy o'qiydi ekanda, shularning pulini tepish bu maktabning bir nimasiga aylanib qolgan ekanda. U vaqtida Donald Trump prezident emas vaqtda u. Bu yerda nihoyatda sotsialchilar kuchli ekanda bu yerda. Endi demakchi bo'lganim bu maktab bu faoliyat bo'lganiga biz to'solmagandan keyin ikki qatim kirib ko'rdik. Tomoqlarni bizning zakaz qilgan bo'ldi. Biz u pul topdik deb qo'shib ketmadik. Amaliyotda ko'nglimda bir jin paydo bo'ldi-da. Bularning demakchi bo'lgani biz Uyg'ur Xitoy ko'ngil ilishmay bir yerda tura olmaymiz demakchi bular. Uyg'ur Xitoy bilan biz vatanda o'xshash yashaymiz, mishadimizga o'xshash yashaymiz deb Uyg'urlarni chaqirib, bu yerda Xitoylar qarsangiz no g'alita ko'zning qirida qaraydigan Xitoylar bor-da. Bu kim desin, Xitoyning konsulning odamlari ya bo'lmasa maxfiy ishlaydigan bu mishada Xitoy o'quvchilar uyushmasi, bu Chicagodagi Xitoy konsul bilan bog'liqlik bular bir-biri bilan. Shundan andan buni biz chetga tortib, men u Xitoyga qattiq gap qildim. "Ey, sening kimligingni men bilmayman. Sen bu Uyg'urning No'ruz deb turib, sen No'ruz bilan Xitoyning chog'ini bilan hech qanday munosabat yo'q. Bir İranlık olsun, İranlık, Pakistanlık, sap Xitoyni qo'llaydigan davlatning odamlarini yig'ib oldi ekan bular. Uyg'urim bor buning ichida. Endi sen bu No'ruz bilan nima aloqang bor? Xitoyning madaniyati 1000 kilometr yiroq bu ishda. Deb turib rasman qo'rqitgan bo'ldim. Undan keyin iyada ba'zanlar qo'pib bu degan mishar saylamda tutib chiqqan deb turib buni chapa yapqanlar bo'ldi. Ham demak bu ko'ngil og'riq shundoq. Bu Uyg'ur fakulteti bo'lgan bilan bu burun Şinjan Study deb maktabning qonunida Şinjan Study ekan bu yer. Şinjanni o'rganish degan. Onun uchun Uyg'ur tili u bu bor ekan. Endi keyin biz shundoq irodamizni qat'iy bildirib, endi Xitoyning professorlari kirib so'zlasa, biz Uyg'ur professormi, olimjonmi, New York University o'qiyot ishlayotgan Yale University olimjonlarni akilib
Mesela Uygur'un erkek kırgınçılarını anlatıp bulurlar tığımıda küreş kılıp ahire bu Şinjan stadiyi degende bir günü çakırıptı bizne. Uygur stadiyi özgerttik dedi. Degende hoşup kettik. Aşağı qarsa nurun kitaplar var ekan. Şinjan Uygur Abdumrayonluq Nashriyat, Beijing Minzu Chubansha degan. Mush kitap baqlasan Uygur tarixini qanday o'rgansa qarindishim. Shunami? Men yerda gaplar ichilib ketdi. Birlariga tekasi bilan xiyolim kelmaydi. Ammo gap milliy iroda bu yerda. Vatanda 3 milliondan oshiq odamlarimizni qirvatdi. Biz qonning ichida ko'z ishimiz qonning ichida biz yashayapmiz. Bu chet elda turib o'zingning mana bir imkoniyatdan foydalanib Uygur mana bir davlat qurgan biz Xitoydan biz bo'linib emas, bizning davlatni qaytarib olish harakati bu. Deb turib, nima buni bunday tushuntirmaysiz. Endi hozir qo'pib biz mishada elishdik, bu qildik. Donald Trump nimaga chiqqandan keyin bu maktabdan asbas tozalash bo'ldi. Biz bu FBI Amerikaning o'rinlarga maxfiy bunday dokladlarni bergan bo'ldik. Ashunaq qilib bir kuni mashinamni to'xtatib qo'ysam, mashinamning ushuriga pichoq uraytibdi, choq deyal yo'q. Şuna ertesi Facebook qarsam, Xitaycha xat geldi. 切肉的时候，请注意不要切断你的手指的。Bu maksat nima desa Uyg'ur tarjima qilsa, go'sht keskanda diqqat qil, cho'ng barmoqingni kesib olma dedi. Facebookdan xat yozdi menga. Endi demak, bu yerdami xili tekkandim ravus chigibdi. Onundan endi biz xavfsizlik o'rinlariga yetkizdik. Yani hazır mesela şu saat 9'dan keyin kunni kechda saqchining mashinalari şu restoran atrofida 2-3 soat to'xtab, hattoki biz taqab ketgandan keyin ketadi. Şu holatda bizni qo'g'daydi. Bu chunki bu nima qilib bo'lgan ish, bu raport qilib bo'lgan ish bu. Unda bo'lgandan keyin endi biz buni yetkazib, ma'lum yerlarga yetkazib qilgandan keyin bu ishlar biroz besiqdi. Endi Xitoyninki hattoki bir professorni tutdi. Professorni tutib Eliqi Novruz komitetidagi eliqi Xitoy o'quvchi Uyg'ur til o'rganadigan yerda ishlaydigan kirib kelgan ashada u buni qilib maktabda Novruz komitetining raisi o'qtam yo'qolib ketdi. Burun degan shunday odamlarni akirib mehmon qilib qiladi bu. Men Uyg'urni suyman, u bu Gondonlik Xitoy bu asli amaliyotda. Bu Xitoy yo'qolib ketdi. Tövbe ya Rabbim. Hayron qolarli ishlarmi shuda hamda. Hakikaten ya. Hem de müşahedene nimet yani bir sualdan burun ben şu filmden mesela müşüncü valla hayat müşünde hele o yakka hele bu yakka siyaset hem ticaret müşünün içinde yana prezidentimizde mesela bütünley Kur'an-ı Kerim'den yad aldırıp Türkiye Cumhur Reisi Erdoğan'ın kuldan şu Amerika'da diplomunu ağan bir görünüşü gördüm ben tesirlendim o filmden. Muşunun içinde prezidentlerimizden belki yaxşı terbiyelепsiz. Bunun bir qanday bir kuch chiqarib, albatta o'rnak bo'lishga loyiq bir nima deb qarayman buni. Agar so'zlashni xohlasangiz qisqa bir qistirib o'tsangiz. Albatta. Chunki biz Uyg'urlar Turkiy millatlarida tunji qatam Qaraqallar sulolesida, Qaraqallar imperiyasi deymiz. Butun O'rta Osiyoda markaz qilgan toki Qashqa, Samarqand, O'zbekistonning butun nimalari toki shu coğrafiyamiz takip Anadolu'yu tutuşulgan aslında bir keng coğrafyada biz imperiya kurgan milletler. Uygur imperiyasidan keyingi tunji islom dini sultan ham qabul qilib islom diniga o'tgan bir millat. Endi keyingi mezgillarda hamda bizning bu xurofotlikdanmi biz nurg'un ziyon tortgan bir millat. Shu bo'lib tatarlarning jedichilik harakatidan keyin nurg'un ziyolilar o'sib nurg'un No'g'ay mesela G'o'ljin No'g'ay jamiyati u bu No'g'aylar bor mesela No'g'aylarning jangovar odamlari bor. Tatarlardan asla qilib bizda nurg'un ziyolilar o'sib maktab qursak bo'lmaydi ekan deb shu otishlarda u nurg'unlarga isoq u bu degan maktablarning irfon ilm orqali Uyg'urlarni qutuldirish harakati bo'lganda endi. Endi gapning qisqasi endi bizningki endi shu nima deymiz endi şu Uyg'urlarninki endi şu din jihatdan endi bizningki ma'lum jihatdan endi tarixda shunaqa haqiqiy dinni eslab saltanat qurgan bo'lsak, xurofotlikdan mumkinlikdan ishg'oliyat qilishimizdagi sabablarni bir nuqta qilib turib, bir bolalarni tarbiyalash nimasida odamning kallasiga shunaqa bir o'y keldi ekanda, bolalar ham diniy dars olsa, ham zamonaviy bunday o'ylarni xuddi milliy kiyim bilan zamonaviy deganda ikkisi bir-birini to'liqlaydi ekan degan asosda men bolamda diniy nimaga bergan. Berib bu bola yetishgandan keyin
endi Diyanet degan bu davlat, mesela Türkiye'nin siyosati bilan diniy ishlar ayrim. Shunaqa. Xo'sh. Mesela bu bugün İran'ın mollalarınki mesela 100 milyard Amerika doları bilan Rusya qichish plani yaqinda oshkorlandi o. Ama o biz Sunni, Şia yana birmi deb turib, shu o'zimizning bir-birimizni qirg'inchilik, ana shuning hammasi joyliqdan bo'ldi-chu. O'zimizga foydali emas. Bo'lib shu radikallik insonni yaxshi yo'lga boshlamaydi. Bu Xitoy bundan yaxshi ham shu sababdan endi men shunaq bir ishning bo'lmasligidan o'zimning oilamni shunaq bir farzand yetishtirishda shunaq bir balam radikal emas, bir model. Hem dunyoni suygan, hem boshqa millatning madaniyatini suygan, hem haqiqiy o'zining imoni bilan millatimga bir chiroyli xizmat qila oladigan bir nim qilsin deb, oxir Turkiyaning diniy yo'llarini tutib, balamni shu Diyanatga bergan. Xudoyim bo'lsa, u hapislikni shu bir kuni tuyuqsiz telefon qildi Amerika konsulligidan, shu o'g'lingni biz tanlagan to'q Erdo'g'an bilan bir ko'rishtirsa deb. Shu o'zim chiqlarni kiydirib, ayıptızıq bayrog'ini shu o'g'limning oldida shu Videoda batyash ko'rinish. istlab Xo'sh. tiklab degandek, endi shu Erdo'g'an bilan nima qilib, endi u so'rabdi Erdo'g'an efendim. Dadang kim o? Sen qanday yetiştin? Sen Uyg'ur tilini bildiken, sen Türk tilini bildiken, sen İngilizce bildiken, sen qancha til bilsangiz 4 til bilaman debdi. Gollandiya til bildiken sen. Aferin sana o bu deb, Türkiye'de o'qisang, meni izla, men seni nerga desang shayga olib o'qitaman deb shayda o'ziga so'z qilibdi. Amaliyotda biz hayotda yashagandan keyin endi biz albatta shu Amerikada o'qisin deymiz hozir vaziyatda. Endi hozir bir cho'ng shirkat ishlayotdi, Xudoyim bilsa. Xo'sh. O'z kompyuter kasb bo'yicha o'qigan. Shunga shu sababdan desam bo'ladi endi. Ko'p rahmat. Endi o'tganda shu yaqinda bir Amerikada shu bir yozma yozgandingiz, ijtimoiy uchur vositalarida ko'rgandim buni shu. Har xil faoliyatlarda shu Uyg'urlarning faoliyatlarida shu bayroq, Sharq Turkiston bayrog'ini osmaslik, shunga qarshi chiqish degandek, shuningki avjab ketayotganligi edi. Buni ayıplab bir maqola yozgandingiz. Bir yozma yozgandingiz. Shuningki oldigan bu qanday gap bo'ldi? Men bu haqiqatan echindiradigan bir masalamdi. Çünkü ne deyimiz, endi biz albatta mau Indianada yaşagan bilan, endi Uyg'ur bayada bir faoliyat bo'lsa shunchaki suyunamiz. Uyg'ur suyganligimiz uchun mishyadan 10 soat mashinada borimizda. Bizdan berib, ba'zi faoliyatlarni ko'rib, bunday bir yangi yillar bo'lsa qatnashib qilamiz. Birinchi yili hamda biz ancha o'zimizni aldirash, charchab ketganligimiz ancha diqqat qilmabdik, ammo biz his qilgandim. Buning uchun bu yangi yilda bayroq osmaydigandi o'zimizning Uyg'urlarida. Hani bir yerde hem de mesele var değil mi? Çünkü biz azıcık siyasi sezgürlüğümüz bilen eğer bu işlere nazar salsak, bir yerde çok bir mesele var. Bir yerde bir maksat bir iş var değil mi? Hani bunu kandak bana kılıp bula eğer biz hem de çoğunlarını tanıyoruz o. Mesela bazı adamlar neyim için bundan bol deyip sorsanız, hani bu bayrak assak, bu yeni yıllık adam az kildiken, ondan bayrak asmasak köp kildiken de, xuddi biz ılık vatan bağan, bağmagan deyip ayırgan bilen, Mayada baştan bir ayrıdığa iş varken de bu bayraktan korkan adamla sen neyim? Uygur kılıp bir yerde ekilip çokum mecbur bir ekilip bu zalını tolduruşun neyim ehmiyeti var. Endi bayrakın astım, benim iskığının o vatanperverlerin hemiz kilidi koyuyor. Yani bir zal tuşu mümkün. Yani bayrak asmasan o vatanperver adam kemmesligi mümkün bir yerde. Yani senin vatan millet davası belki faydamızdan ziyni çıkış mümkün. Xuddi men bu maqolani yozganga o'xshash, nurg'un odamlarning ko'ngliga sho'ba berishim mumkin da. Endi bu ikkinchi yilimi qarsa, bu yerda yana bayroq yo'q. Shunga men o'zim bu bayroq suyur odam bo'lgandan keyin ba'zi bir o'zim bayroqlarni qo'sh mundaq yasitib qo'ymanchu. Mening hozir zapas bayroqlarim bor. Bir jamiyat yangi qurilsa, yo bo'lmasa jamiyatning yangi hayotlariga bir bayroqlarni tutqizib, mandaq chiroyli qilib bayroqlarni jipak bilan yasitib, mandaq chiroyli esil bayroqlarni askiya deb turib, shu bayroqlarni mashinaning keyiniga qo'yib borganda, endi yerda men agar bu gapni qilsam, yerda yana bir zarba chiqishi mumkin-da, sen bu yerda qalayim qancha chiqarmoqchimi bu deb yana qalpoq tayyorda bu yerda. Endi demak yana nima desangiz, bu yerda Xitoyning istixborot nimasi yomon bu yerda-chi. Buni biz Uyg'urlarning %100 belgilab ketishimiz notayin.
Şu aşında kalıqı Uygurlar kelmeydiken onu bunu bana kırgızıp bizim acizlik yerimizni tutup endi bu yeni kelganlar onu bilmeydi. Bunun da pekitip kelip şu jamoatning ichidagi ashuna xayollar orqali onu bunu qilgan maqsad yetgan bo'lgan. Chunki Amerikada mı ketayotganlar ko'p. Xo'sh, xo'sh. Gollandiyaga o'xshash. Yani bu bir her bir Uygurning mana bu tasavvur qilishga tas ish emas. Ama biz bunu yoshurimiz. Diyemeyimiz, qo'rqaymiz. Ne qo'rqaysan yemezsen ben Amerika garajidani. Ben Amerika'nın bayrağını hürmet qilaman. Hem de o'zingning bayrog'ini osma, Amerika'nın bayrog'ini osmamsan. Bu qanday gap mesela? Bunu o'ylash kerak-ku mesela. Ben o'tganda bir xabar ko'rib qoldim. Tayvanda 50 yil uyushtirilgan bir Tayvanda bir shpion tutildi-da. 50 yil bunu uxlash siyosat deydi ekan. 50 yil buni vazifa buyurmaydi ekan. Ama shuni ishildigan vaqt kelganda buni buyruq keldi ekan. Bu 50 yil jim yotgan shpion Xitoy hukumati uchun ishlaydi ekan. Shu orliqda bir Xitoyning aeroplanlari to'g'ri kelib, yaponliklar u bu qilib ishlab ketdi. Ashta o'xshash. Demak, endi bu Uyg'ur ichida yetim bolalar biz burun vergan. Yetim bolalarni ash Xitoy saqchi maktablarida nurg'un shu Xitoyning Beyjingda o'qitib, chiroy Uyg'ur. Masalan, ben Gollandiyada shu yugurib yenimi kelib, menga besim qilganlar keyin yo'qolib ketdi dedim-ku. Qarasangiz chiroy Uyg'ur. Qarasangiz rasmiy chiniqqan badallari shunda. Qarasangiz 2-3 odamning hurmatga kuchi bor. Bunda xayollar bor aramizda. Bor. Bu shu vatan bag'allardan siz cho'qim salomat qaytib choy ichili, kafe ichili deb yeg apirib sizdan bir so'z olaman da, berib saq keldim deb chiqalamsiz aşağıdan cho'qim bir yolg'ondan bo'lsin va'da berib qutulsiz-da bu yerda. Unda bo'lgandan keyin endi bu yerda buni yushirib bo'lmaydigan narsa shu bu. Shuningga Uyg'urlar birinchi sagak bo'lishimiz kerak. Ikkinchidan vatanparvar, vatan suygan odamlarni asrashimiz kerak. Bundan keyin bunda odamlarni hurmat qilmasak, bu da'vatni o'zini tortib, kundan-kun azlab ketsa, bu vatanga boradigan, masalan, hozir men bir xabar oldim. Vatanda chiqib 15 yil Xitoy tarafdan turmay, mayada bayroqdan jiroq turib o'zini tutib turgan Uyg'urlarga hozir maosh burun xizmatni ketgan bo'lsa, maoshini asliga keltirdik deb, dunyoda bu genosidda bu Xitoyning beshiga bir tamg'u urildi. Bu bir Xitoyningki hozirgi prezidenti yo'lbosga minib olib, yo'lbosni qandoq tushiman deb, shuning bir bishorati bu. Yo'lbosga minib olgan Xitoy bu. Yo'lbosni tushsa, yo'lbos yeydi buni. Butun dunyoda bir do'st topolmadi. Eng yaqin Iranni Afg'onda İran'ın nuqsuldu desa, ay bo'ldi men tashqi ishlar ministri orqali nima bildirdim, e'tiroz bildirdim dedi, bu ish tugadi. Demak, bu do'stnimi do'st qilmadi, butun o'ziga dushman qildi. Butun Amerikadagi bu Amerikaga burunmuş Kuba deymiz, o'zbas ta'sirini ko'rsatganda hamma Amerika tozalab bo'ldi. Butun Xitoyning energiya manbasining hammani Amerika qo'liga oldi. Demak, Amerika vatandosh sifatimizda, demak biz mishada nima ish qilayotganimizda bo'lsa, bilgan kunlikda qo'rqmay, bizning bolalarimizni askar qilib tarbiyalab desakmi, xuddi ma kurtlarni tarbiyalasimi tarbiyalaydi-ku bular. Nurg'un hozir shu Ironga kurtlarni sevotadi-ku bular. Uyg'urlarni Xitoyga silish uchun burun bu bizning 3 million askarni tarbiyalagan o'ruslar. Siyosatda bir o'zaro foydalanish bo'ladi. Shaxmat taxtasida biz yeyilib ketmay, biz qarshiligini ilishimiz kerak-da. Qarshi tarafga o'zimiz men sana ma'ni qilib beray, sen menga ma'ni qilib ber deb qarshiligini Donald Trump biznesmen bu biladi buni. Shunaq bir iqtidorli odamlarimiz yo'q. Bo'lsa-mu, ona odamlarni biz yaqin kelamiz. Bu har bana bilan jiroqlashtiramiz. Oxiri bizga o'xshashmasa tijorat cho'p ketamiz. Axurib yurimiz. Bayroqni restoran bo'lsa-mu, o'zimizning oromgohlarga bo'lsa-mu, esib yurimiz. Masalan, Yaponiyada deyli, bir yuz bersa, bir ziyon tatgan bo'lsa xalq. Boshda davlatning boshliqlari o'zi xalqqa 180 gradus ta'zim qilib istibo berdi. Bizda shu yo'q-ku. Biz saki butun shu kamchiliklarni hamon tortib chiqarib, toki qo'pib yuziga silib, yuziga tukanmagichilik bo'lmasa bu kelajak avlod yetishtirmiz deb qanday yetishtirsa, sen uning sani bermasa qanday yetishtirsa. Tarbiyalagan bilan senda bor, yo'q. Buni bu Amerikaning bir yana prezidentimiz 8 yilda olmishdi-ku.
Biz palanın bağlısıken, pukunun bağlısıken de tarihte nim kılıp 30-40 yıl beşimiz kıvalımız karşısında oğlu özü çarçap bizge okşaş mışına ufrap ahir onun enerjisi mışı milli dava kutu yetmeydi. Emniyette bu bilim talep kıldı. 30 yıldaki vaziyet, hazır vaziyet okşamdı. Hazır degen hemmisi EA, dünyanın hem işleri yukarı seviye bilen nurgun proje bilen bulduğu işler bu. Şununla benimki nurgun konuda yürek yaram var hem de bunu demesen tehe, desen başkalarının konuları rençti. Uygularının konuları ayap, bilgen küllükten nurgun emeli işler. Dünya özgürüp bilgen küllükte sen bu dünyaya hazır mı desen, biz hazır mı? Yügrep çıkıp siz ekranlarda depokan biz hazır mı? Bizim armimiz Suriye'de, Afganistan'da ya bu bir Xitay'dan çigirisi bir yerde bizim bir armimiz var mı? Yügrep kirip burşalaydıgan. Hıgıl buldu ya bunu, neden bulmaydı? Bunun kokudan neymişi var mesela? Canlı az Xuday'dan alıyordu. Bazen bir maşının kazası da bu ölüp gitti diken. Demek çokum bu ne anda şu. Bizim 30 bin kişilik armiyamızda Manas Deryası ekilip 3 yıl kuşkaş atqızıp askerlerimiz aşağıda dama uzgandek bu işin keynide bir kol bakken karam. Bir kol bakken. Dünyadan bir xilalik yuşurun devlet bağ degandek bizim tur degende ya tur deganimiz, man degen bizim müstakil bir nesimiz yokken. Hazır beni Amerika devleti bütün iqtisatlarını kesti, radyolarımız to'xtab qoldi, bütün hazır biz kısıtlarını hem de uygularına ait çok terakki ümidimiz var. Ama hazır hem de radyonun aspas içip adam sanını çeklim bilen kıvatıdı mesela şükret uşur karındışımız bu işlerin kıvatı teknik kengiyip burunku halıklı kagisi bizninki şu yaşlarımız yeni çıkarmış Amerika'daki Bosna'da yani yaşlarımız şu konulardan savak elep bayrakını eğdirip ma Uygur bayrak götürsek bayrakını koku diken bu dikenlerle miki gaptin özü halkı dünya siyaseti hazır bizge tayyor bulup Xitoyda düşman müştaq hazır bo'lgan vaqtida bütün yoshlarimiz chiqib bütün vatanperver Uyg'urlarni bir yak to'plab shu surgunda hukumatlarimiz birlashsa shu bizning qurultaylarimiz bu inson haqlari bu demay bu qo'rqmay biz mustaqil davlat bo'lgan ikki qatim jumuriyat qurgan burun imperiyalarni qurgan biz cho'qim shu davlatimizni asli keltirishimiz kerak deb mana gap qilish holatida bo'lsa endi bu texnik biz jonlanamizda biz o'sha odamlar biz bu sakrab chiqamiz bunga aslini qo'shimiz endi bu shunaqa gapni qilib qo'ysangizlar yugrab kelib har chaqandak chaqil tursa biz gapni qilolmaymiz 34 yil bo'ldi endi menga chet elga chiqqan 30 yildan ishib qolibdi o'ylab boqsam xato dedim ya 30 yilga yetib qoldim hisoblab boqsam hali 30 yildak bo'lib qolibdi demak endi bu shunaqa bo'lib ketsa Xitoyning o'yini bilan yana Uyg'urlar shunaqa o'zimizningki ishlarimizni tartib olib borolmaydigan holatga kelib qolamiz bu Xitoyning istiga shuningga men bugunda ko'nglimdagi arzu armonlarni devoldim bu yerda g'aybat shikoyat bu emas bo'lib bu yoshlarimiz vatanparvarlik bu tuyg'usi bilan ish bo'lmaganda bir faoliyat qismi bayroqni 3 qatim suyib Qur'oni Karimni suyib bo'lsa boshqa millatlarninki Amerikada yashayotimiz boshqa millatlarning dinini suyib ashlarni hurmat qilgan asosida biz bu dunyo bizningki islom diniga ishongan bilan biz shunchalik dunyoda biz bir mo'tadil bir diniy e'tiqodga ega bir millat. Unda bo'lgandaki biz dunyoga hech qanday bir ziyon ekanmaydiganligimizni ishontirib siyosiy davoni cho'qim bir yuqori pallaga o'tkazib buni qilish kerak. Konular cho'qim shu bir muhitni o'zi chang'ilib kirgizib olib buni to'rt oilasi bo'yicha o'zini urtiqalar bu da'vo deganni bundaq bir manba degan bir millat manba deganni bütün millatga sunish kerak. Millat kerak. Bu ishni qancha cho'ng qilgan sari bu yordamga cho'ng keladi-da. Cho'qim bizning o da'voyimiz cho'q bir kichik bir tashkilotlar orqali bo'lgan narsa emas. Bu cho'qim bir sarganda hukumat bo'lish kerak bizda. Tibetliklar o'xshash bizning cho'ng binolarimiz bo'lish kerak. Hozir masalan Nuri Musabay bilan bu Abdukim akamiz 300 ming dollardak pul yig'ib bo'ldi masalan bu gap oshmaydigan gapda tuniga qasam GoFundMe'ga chiqiribdi. İyana nimisiga. Muşlaq nimalarni ekran orqali degim keladi bir qo'llasa bizmi tashlasak, burunmi tashlagan, hozirmi tashlasak, Washingtonda 12 ming dollar oylik kira to'lab yillarni o'tkazib yotdik. 12 ming dollar emas, bank bilan munosabat yaxshi bo'lsa, oyda 5 ming 6 ming dollar to'lasa,
Bunu 30 yıllık, 20 yıllık setip algılı buldu. Mesela ben şu banka arkalık setip aldım mı 100 mingga yakın yani. Sayat, şu Indiana'daki en çıraylık güzel yani setip aldım. Üzerine yalnız küçümge. Hem de bizim nurgun baylarımız var. Mesela aşağıda bir Uygur'un medeniyeti var, mescidi var, medeniyet dep durup, mescid desek bo'lmaydi da bu yerda. Medeniyet merkezinin içinde mescid buludu, balalarni til o'qitadigan, yig'in ochadigan zallarimiz buldu deb turib, Amerikaning siyosati bilan o'zimiz zinatlab, agar mushkil Nuriy Musoboy, Avlikum Kamilla ham bu ishning ichida nima desam bo'ladi. Bizning o'zimizning WhatsApp guruhimiz bor. Bu bir Yahudi bir batdı. Çünkü Amerika'da ömürlükçülükler şu adamların kuldu boğaçka, onlardan dostluk, hemkarlık ornatma amal yok. Onların yaxşı adamları var. Şu adamlar bu işlerini kıpırvatıdı. Çünkü ben bu gapni bu tünün GoFundMe'ye çıkandan keyin ben İstiklal ekran arkalık şu Uygurlar en ahir kıtım. Çünkü biz hazır 20% bir yolunga down payment to'lash kerak, 20%. Hazır bunun 200-300 ming pul degan buni aran 10% yetadi. Aş 10%ni agarda to'liqlasak, bizde bir 3-4 milyonluk yer ilinib qoldi. Washington degan poytaxt. Bishat Uyg'urning bir yeroz kimga ziyni bor, masalan. Cho'qim mishani bir Uyg'urlar qo'llab bergan bo'lsa, men ash Uyg'ur $1000 tashsa men 2000 ni tashlay. U 2000 ni tashsa men 5000 ni tashlay. Tashlasin. Men tashlmaganda 10 ming tashlay. Tashlmaganda mening hech qanday bu ishda mening bir foydasi ham manfaatim yo'q. Mush yani aldı Washington DC'deki Uygur'un bir merkezi bo'lsin. Aş vaqtida men ishada meni ko'rsa yo ko'rmaysa, chunki men qilgan ishlarim yo'q. Men bu yerda ishimni qilaman. Mening shaxsiy hech qanday manfaatim taqishliq ish emas. Ammo faqat bu Uyg'urning söyleyelim, Uyg'urning bir ro'yi bo'lganlik uchun ash şu akalarimizni bir qulab qo'yishga deyman. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Nəhayət təfsili halətdə oturup qoyduğunuz məsələləri. Məncə bir nəslə qalmadı həqiqətən vaxtımızı aşırıb qıvıtdıq hazır. Miyədə işbdağım azlıq qap qaldı nəçimimdir. Köpdən köp rahmet. Şəhədə axırlaşdırsak başqa bir gəp olmasa inşallah. Buldu. Sizin iştahınız mübarek olsun, Ramazan mübarek olsun. Barlıq xeyirdalar, bu dostlarga, bu İstiklal'daki bütün görünmerlerine, Amerika'dan salam, Allah'a salamet bulunlar. Allah işlerini açık kılsın. Rahmet. Allah razı olsun. Rahmet. Xoş, qadirlik görünmələrimiz şuna qılıb bugünkü proqramımızı bir şeylə axırlaşdıraydı. Hakikaten nurgun cəryanını qısqa məşnə açıq sığdırmız deyib nurgun məsələni atlab getişik doğru gəldi. Lakin umumi cəhətdən aiddir. Təfsili toxtaldıq inşallah. Allah ömür bəsi aldığımızdaki sanda başqa bir temada görüşkücü aman boğaçlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.